Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan muhtaram vatandoshlar. Hammanglarga Allohning salomi, rahmati bo'lg'ay. Muhtaram qarindoshlar, bugun diqqatingizga Qur'ondan nazar programmamizning 56 soni Alloh, Qur'on va Rasul haqidagi hukmlarda bir izohat beramiz. Ekranimizda Qur'ondan nazar programmamizning doimliq taqdim qiluvchisi ustoz Kerim Zoid afandim bor. Assalomu alaykum ustoz, xush keldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahmatullah. Yaxshi, Allohga shukr. Abdulaziz birodar biroz yo'lda ekan, kechikadigan bo'lib qoldi. Saqlab vaqt ulgurmadi. Shu ko'rilman do'stlarning vaqtini isrof qilmaslik uchun boshlag'ach turdi. Va undan keyin kelsa, yana keyinchigini turadi. Bo'ldi. Xo'sh, e'londa berilgandek, kunimizga qadar Qur'ondan nazar programmamizninki shu aloqador mazmunga münasibetlik bayonlarda bu haqda nurg'un hukm, ya'ni nurg'un qitim tushuncha izohatlar berildi. Ammo izdenish ro'yi kamchil, qo'liga appamak uchun nati deb hech narsa topolmaydigan o'rin ko'nib qolgan do'stlarga bu 3 atalg'u haqida qayta bir to'planma, jug'lanma bir izohat berishning zaruriyati tug'ilib, bugun program qilib o'tirdik. İnşallah Qur'ondan nazar programmamizda hozirga qadar hamma hukm tushunchalarga ayni zamonlarda biz o'rganib kelgan an'anaviy tushunchalarga butunlay o'xshamaydigan shakldagi bir izohatlar bilan yoritilib kelyotdi. Bugungi darsda inshaalloh bizning zehnimizda, aqidamizda, mingimizda yangi bir bab ichilg'usi deb o'ylayman. Marhamat. Assalomu alaykum dunyoning har qaysi joylarida hurmatli qarindoshlar, hammalarning shu vaqt xayrli bo'lsin. Yana qarindishimiz Ahmadjon degandek bu masala ustida ayrim holda to'xtalgandik. Allohga iymon borasida Alloh to'g'riliq to'xtaldik, Qur'on to'g'riliqmi, Rasul nabiy to'g'riliq alohida to'xtaldik. Ammo bir qism qarindoshlarimiz bu yerda bular Qur'on bilan nemaning o'zini, Rasulning o'zini ayirib etdi va Alloh bilan Rasulni ayirib etdi deganga o'xshash shunday fitna fasod gaplarni qilgan bo'lg'achqa bu uchini o'rtaq bir yerga kelib turib, kim ayirib etibdi zodi? Ayirayotgan bizmikanmiz yoki boshqalarmiki? Buning o'zini bir izohlashga to'g'ri keldi. Shuning uchun o'sha haqda biroz to'xtalib o'tishni muvofiq ko'rdik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Endi Alloh haqida bir tushuncha berishga to'g'ri kelsa, Alloh taolaning qanday bir zot ekanligi haqida tushuncha berishga kelsa, biz shu Alloh iymon borasida to'xtalgan o'xshash. Misol, birinchi sura Fotihaning 5ida Estaizu billah. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdines sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin degan mushu 7 oyat. Mushuningga asosan misol Alloh qanday bir zot degan masalani mushuning qarta nima qilsak o'zi tushunsak bo'ladi. Yana maxluqotlarga mehribon, shafqatli bo'lgan, butun koinotning o'zini tadrijiy borliqqa keltirgan Rabbil alamin deganni butun koinotni tadrijiy borliqqa keltirgan. Yana bo'l degan hamon gommati bomba portlagandek u narsa o'tirib chiqqan emas. Hamma narsa asta borliqqa kelganligini bildirgan bir oyat bu Rabbil alamin. O kainatni yaratib bo'lgandaki, uning ichidagi maxluqotlarga nihoyat mehribonlik bilan, shafqatlik bilan o'zi muomala qilgan, qiyomatniki, ya'ni qiyomatda o'zi hisobniki egisi bo'lgan, qiyomat kunida hech qanday bir inson yoki bir maxluq yana birisini hisob ololmaydigan, unga shafaat qilolmaydigan shunday bir kunda butun o'zi haq huquq Alloh taologa xos bo'lgan, adolat butunlay Allohning qo'lida bo'lgan shunday bir zamonning o'zida shu zamonniki egisi bo'lgan zot, ya'ni o'zi biz Alloh deb tunayotgan, biz ibodat qilayotgan, oshiniki o'zi so'zi Qur'on,
deb ishinayotgan zat şu endi. Biz Allah'ın tonuş gelse, benim hoşunda tonuşsak boludu. Yani biri Sure Bekara'nın 255. ayetinde Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum la ta'khuzuhu sinatun ve la nawm lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Degan mush ayetning o'zidimi buluş, yani mevcut buluş, yani öz bar buluş özünü bo'lgan. Hech qanday bir narsaga ehtiyoj bo'lmagan, hech qanday bir narsa Alloh taolaning bar bo'lishiga ta'sir ko'rsatgan emas, o'zi bar bo'lgan, hayotlik o'zining bo'lgan. Ya'ni hayotlikni boshqa bir narsa uningga bergan emas. Ya'ni hayotlik o'zining bo'lgan, la ta'khuzuhu sinatun va la nawm. Hech bir zaman mugdab qolmaydigan, uxlab qolmaydigan, mushundaq bir zot. Biz o'zi e'tiqod qilayotgan Alloh, ya'ni butun koinotni yaratgan Alloh mushundaq bir zot deb Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zini bizga tunishtiradi. Lahu ma fis semawati va ma fil ard, man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni ya'lam ma bayna aydihim va ma khalfahum degan bu oyatning hammasida bu yana Alloh taolo butun koinotning o'zining mulki ekanligi. Men bu haqda bir maqolam yozgandim. Bizniki şu Qur'onda o'zi abdi degan bir kelimaning o'ziga qul deb tarjim qildigan, ibodat qildi, ya'ni o'zini qulchilik qildi deb tarjim qilib, shunday qilgan bir odat bo'lgan. Shuning qarshi bu Qur'onda bunday bir narsa yo'q degan nimada. Nimishqa degan vaqtida butun koinotni Alloh taolo yaratdi. Ay olsun, kun olsun, yer shari olsun, uning ichidagi narsalar olsun. Bunu Allah Teala nima deydi desa, uning egisi men. Yani mening mulkim o. Men o narsalarning egisi, yaratgan egisi men deyapti-da. Biz yani insonlar degan vaqtda insonlar shu Alloh Teala yaratgan, yani shu yer sharidagi yaratgan jonliq turniki faqat birsi. Yani milyon turlik narsalar bor. Mesela qurt qo'ng'izdan tortib, shu o'zi uçar qushlar, pasha, chivingichilik hammani hisoblagan chaqda, masalan, suvning ichidagi, havodagi, quruqlikdagi mushundaq o'zi jonliqlarni hisoblagan vaqtda million turlik jonliqlar bor. Shu jonliq turiniki faqat birsi, bir turi bizdan insonlar. Mana aytgan vaqtida yani bu yerda nima deydi Alloh taolo desa, shu men yaratgan narsaning hammasiniki egisi men, mening mulkim bu narsa. Deydi-da. Demek bu yer nemini bilib olganmiz degan vaqtda bütün kainatniki egisi bo'lgan zot biz atayotgan, biz iymon keltirgan, biz uniki o'z deganlariga itoat qilish lozim bo'lgan zot kimga degan vaqtda bütün koinotning egisi, uni o'zi hech birsiniki yordamiga ehtiyoj bo'lmasdan o'z yaratgan zot Alloh ekanligini tushuntiradi bu yerda. Yana o'zim o Sure Ali İmron'daki 2-3 ayet, 2 ayetin 6 ayetigachilik araliqdimi Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum nazzala aleykel kitabe bil haqqi musaddiqan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incil min qablu huden linnasi ve enzelel furqan degan bu ayetning mazmuniga asosan yana hayotlik ve bar buluş özüdün bo'lgan. Yani başka hech qanday bir narsaga ehtiyoj bo'lmagan. O bar buluşda ve hayotlikda hech qanday bir narsaga mana hayotlik bada o'zi ehtiyoj bo'lmagan ve bir narsani hayotligini saqlash uchun mana o'zi bir tamoq va deb uning ehtiyoji bo'lmagan mushundaq bir zotning o'zini nima deydi desa, shu zotning o'zi Allah, yani bütün koinotni yaratgan Allah mana shu deydi-da. Endi bu yerda ikkinchi masala kelsak, yani birinchi masala yani yuqorida bayon qilgandek Alloh qanday bir zotga degan vaqtda biz o'zi uni shunday tushunishimiz kerak ekanki, Qur'oni Karimga asosan bütün koinotni yaratgan zot Alloh ekanligini. Yani o'zi bu yerda nurg'un odamlar bor, kallasiga savol keladigan. Mesela Allah Teala o vaqtda birmi ya bir qanchami degan mundaq bir savolni kallasiga keltirdi. Mesela biz o'qigan vaqtda o narsalar kallamizga kelatdi. Shuni ham Alloh Teala Qur'oni Karimda "Law kana fihima alihatun illallohu lafasadatta" degan oyat bilan
javob beriklik. U nima degan vaqtida agar koinotni yaratgan zot, ya'ni Alloh bir qancha bo'lgan bo'lsa, u Xudoning orasida jadal chiqib, butun koinot vayron bo'lib ketgan bo'ladi. Ya'ni u yerda huquq talashadigan gap hozir dunyoda bo'lyapti undaq ishlar. Masalan, bir qancha odam yoki siyosat ustida bir qancha odam bo'lgan vaqtda bir-birisiga hujum qiladigan gap, ashunga o'xshash o'zi, ya'ni o'z egdorchilikning o'zini, mulkdan iborat egdorchilikni talashadigan gap. Mana shundaq shart ostida ular o'zi bir-birisi bilan jadallashib, butun koinotning o'zini vayron qilib o'tgan bo'ladi. Butun koinotniki vayron bo'lmay, şu birinchi qatim tuzab qo'ygan intizom, şu qonuniyat, şu sistema ichida menayotganligining o'zidan biz nimani bilib olar ekanmiz desa, Alloh taolaniki birligini bilib olar ekanmiz. Ya'ni butun koinot bir asar. Mana shu vaqtida xuddi masalan Hayitga jamiyasining o'zini misolga olsak, Hayitga jamiyasi bir asar. Endi o eser qarab mutlaka o adamning o'zini biz ko'rmadik, o sağa adamni qachon o'zi Hayitga jamiyasini soldi, uni tarixini biroz bilgan bo'lsakmi, 400-500 yil bo'lgan undaq bir tarixi bo'lsa-mu, lekin uniki kim sağanligi, qandaq shakldagi, chiroyi qandaq, uning o'zini biz hozirgi vaqtda biz bilmaymiz endi. Lekin Hayitga jamiyasini qarab, lekin buni mutlaqo mushundaq sağan bir usti bor deganning o'zini jazmlashtirib olamiz endi. Xuddi shunga o'xshash butun koinotniki tug'anliq qarab, o koinotni ashunda bog'lig'ini bilishimizni Alloh taolo bizga aqlni ishlatib, mushuning o'zini bilishing lozim deydi va o koinotniki davomli bir sistema ichida ketayotganligi. Uni hech qanday o'zi uni talash tortish qilib orliqda o koinotdagi sistemasini buzib, egdorchilikning o'zini talashayotgan birisining bo'lmaganligidan Alloh taolaning birligining o'zini bilib olishni Alloh taolo Qur'oni Karimda o'zi bayon qildi. Buni falsafiy jihatdan o'zi so'zlaydigan bo'lsak, yomon jiq nim keldi, ammo buni tushunadigan odamlar o'ziniki falsafasini sevib turib, ashundaq o'zi bir tushuncha hosil qismi bu nihoyat chunqur bir falsafiylik bir nima oyatlardi. Naqatqa vaqtida shuning uchun Allohniki borligiga va bor bo'lgan shu Allohnikicha yana birligiga ishonish. Bu yerdagi masala yani Alloh qanday bir zot degan vaqtda mana shundaq o'zi javob berish Qur'oni Karimda bizga Alloh taolo o'ziga ishonish sohasida mana shuni o'zini bayon qiladi. Bu birlik deganning o'zidan Alloh taolo nima cheklayotdi desa, shirk keltirishni cheklaydi. Ya'ni insonlar Allah'ın başka narsalarni Allah'ın o'rniga chiqib, hozir ma tövende o narsalar o'mi keladi. Masalan, payg'ambarlarni, shayxlarni, avliyo degan insonlarning o'zini, shunga o'xshash nurg'un narsalar bor hamda hattoki qabristonlik mazolini, misol, shunga o'xshash nurg'unlagan narsalar bor. Mushundaq narsalarni ilahlaştırış orqali Alloh taolaning yeniga tizib, bundaq sherik keltirishni Alloh taolo to'sib, Alloh bu yer nima deydi desa, men faqat bir o'zi mendan boshqasiga, ya'ni agar ishonish, ya'ni Allohga ishonma deyish kelib qolsa, mendan boshqasiga ishonish, o butunlay uni o'zini ilohlik o'rniga chiqish, o butunlay xato. Ya'ni sherik mening yenimga, ya'ni boshqa birisining o'zini sherik qilish tamoman xato degan gap Alloh taolo buni bizga bayon qilyapti. Endi Alloh taolaning birligi degan vaqtda Allohniki o'zi birligining isboti, Allohniki birlikni inkor qilgan. Ya'ni bu koinotning o'zi bir tabiiy o'zi qonuniyati bor, tabiatning qonuni degan bir narsa bor. Ash qonun orqali dunyoga kelgan. Deydigan bundaq o'zi nima bor endi. Bu Marks shu Darwinchilarniki yoki bo'lmaydi shu kommunistlarniki bir xil o'zi tushunchasi bor bu haqda. Bo'libmi Xitoy kommunistlarniki jiq bundaq tushunchalar bor. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda o'zligidan bir insonning qo'lidan faqat kelmaydigan, shundaq murakkab, shundaq uslub bilan o'zi qurgan bir qonuniyat bor. U qonuniyat orqali u narsalar asta-asta vujudga kelishlik. Demakki,
Dünyada şunchalik aqlliq insonlarni qurolmaydigan shunday bir qonuniyatniki bor bo'lishi, u qonuniyatni shu holatda qurgan bir zotniki borlig'ini isbotlaydigan gap. U qonuniyat orqali shu sistema orqali vujudga kelgan narsalar u sistemani vujudga keltirgan zotniki borlig'iga va u sistema davomli o'zgarmay bir qalbda ketayotganligi u zotniki birligiga dalolat qiladi degan gap. Ya'ni Alloh taolo bu yerda ikki narsani bizga bayon qilish orqali borlig'ini va birligidan iborat bu ikki narsani bayon qilish orqali ikki narsaga raddiya berishlik. Xudo yo'q deganlikka raddiya berishlik va Xudo bo'lsa u bir emas bir qancha degan yoki bo'lmaydi bir degan bo'lsa-mu ay bilib bilmay u Xudoniki atrofiga sheriklarning o'zini qo'shib olishning o'zini Alloh taolo bu yerda raddiya beryapti yani. Yani iman degan vaqtning o'zida biz Alloh taologa iymon keltirgan vaqtda davomli Qur'oni Karimda deydi, mushrik deb o'zi sherik keltiruvchilarni shunday bayon qildi Qur'oni Karimda. Sherikning to'sidi biri, yana birisi Alloh taoloniki borligiga inkor qilgan insonlarni to'sidi. Mush ikki narsani saqlangan vaqtda insonlar Alloh taologa to'g'ri iymon keltirgan, to'g'ri ishongan bo'ldi degan gap. Yani o'zi Qur'oni Karimda Fa'lam annahu la ilaha illallah degan oyat var. Sen Allah'niki bar ve birligini bilishing lazım degan oyat. Bu ayet bizga nimani bildirdi degan vaqtda Qur'oni Karimdagi mushunga o'xshab ketadigan Allohning borlig'ini va birligini ifodalaydigan va nurg'unlagan o'z moddiy dalillarning o'zini bizning oldimizga keltirish orqali o'ziniki, ya'ni bar birligini o'zini isbotlaydigan mushunda oyatlarni ko'rib chiqish orqali Allohga ishonishning o'zini Alloh taolo bizga nima qiladi desa, mushuni bilish, o'qib bilish orqali ishon deydi. Ya'ni o'zi bilmay turib lekin 5-6 yosh kirgan vaqtda ota-onamizning o'zi la ilaha illalloh deb qo'ysa, desa o'zi la ilaha illalloh deb shuni aytishib deb lekin musulmon bo'lishning o'zini Alloh taolo musulmondachilik yoki musulmon bo'lganlik deb, ya'ni iymon etganlik, Allohga ishonganlik deb qaramaydi. Bu yerda ishonish nimaga asoslanadi degan vaqtda ilmga asoslanadi. U narsani o'zini o'qish, o'qib uni bilish. Ya'ni bu yerda Qur'oni Karimda asosan o'qishning oxirisida bilishni asos qiladi. O'qigan odamni jiq, hozir shu dinda o'qigan odamni, masalan, men o'zim dinda o'qigan odam bo'lganligi uchun dinda o'qigan odamlarga qarab tegish qilib qolaman. Dinda o'qigan odam noati jiq, ammo oldiga kelgan kitobni o'qiydi, xuddi alqi Unalga o'xshash shu kitobni yodlab lekin uning ichidagi narsa to'g'rimi, xatomi, amaliyotga uyg'un kelamdi, kelmamdi, mantiqqa, ilmga uyg'unmi, uyg'un emasmi, amaliyotga uyg'un kelamdi, kelmamdi, buning hech chatig'i yo'q. Holatda shu narsaning o'zini yodlab lekin sirt chiqqan vaqt bir odam so'rasa, shuning ichidagi bir narsani deb berdi, yoki bo'lmaydi, uning bo'lmasa, u bizning dinimizda bu narsa yo'q deb javob berdi. Masalan, men İstanbul'a bakan vaqtida 2015'te. Ma'rif cemiyetiniki bir derneği var aşağıda, her şerbe günüsü Şam'dan ki Xuftemikçi aralıkta şu yerde bir nasihat tebliğ ehkam bulduğun bir kaydesi var ki. Şu yanın özü digen vaqtida ben hayran qalgandim. Bank to'g'riliq so'ragan vaqtida bizde nekinimiz o bank to'g'riliq kitabımızda banka degan narsa yo'q deb lekin javob berganlik shu yerda meniki aytibak ichimni siqqandi. Nima uchun degan vaqtda u payg'ambar alayhissalom zamonida banka bo'lmasa-mu ilm berim bor, omonat qo'yish bor. Misol Qur'oni Karimda ilm berish haqida oyat bor. Uningdagi o'zi omonat qo'yish haqida oyat bor. Misol shunday oyatlarning o'zini biya akilish orqali bu banka masalasini hal qilish tamamen mümkün. Mesela bizniki banka hakkında to'xtalgan nemimiz var, programımız var maxsus. Eğer banka hakkında tushuncha hosil qilsam bo'ldi degan odamlar bo'lsa, bizning shu programmamizning ichida maxsus banka pul muomala haqidagi masalalarni nimqan o'z bayon qilgan videolarimiz var. Hammasi shu Qur'oni Karimdagi oyatga tayangan asosda so'zlangan. Demek bu yerdagi narsa nima degan vaqtida bir narsani o'qish u bir vosita. O'qish deganning o'zi bir vosita. Tilning o'zimi bir vosita. Tilni bilish, ya'ni bir odam arab tilini bilish yo ingliz tilini bilish,
o adamdaki alaydı bilimli hukuk etkenliğinden derek vergen narsa emas. O til faqatla bilimni ifodalash uchun ishlatiladigan bir narsa xolos. Bir adam Uyg'urcha bilgan bo'lsa, bir Uyg'urning o'zi Uyg'urcha bilib, shundaq jiq narsani o'qib, shundaq bilimli bo'lgan bo'lsa, u inglizcha yoki arabcha bilmaganligi u odamniki bilimsiz ekanligini isbotlagan isbot emas. Faqat bir tilni bilmadi xolos. Agar u tilni bilsa, shu til orqali uniki o o'ziniki qo'shig'idagi bilimning o'zini insonlarga tushuntirib ifodalab bera oladigan gap. Ya'ni bilim ayrim narsa, u til ayrim narsa. Bir odam Misrga verip yoki Saudiya Arabistonga verip yo Turkiya turkchani o'rganib qo'yib yoki Angliyada inglizchani o'rganib qo'ygandan keyinla o'zini alamat olim, men alamat o'zi bilib ketdim, bilimli bo'lib ketdim deyish tamoman o'zi xato bir narsa. Shuning uchun bu yerdagi bizniki nurg'un odamlarimiz bor, arabchani nihoyat yaxshi bildi. Hozir u biz mayda so'zlayapmiz, bizdan natijasi yaxshi bildigan arabchani. Aşağıda şu 10 yillab, 20 yillab turgan qarindoshlarimiz bor. Arabchani nihoyat yaxshi bildi. Hem o arabchani bilganligining o'zila o tamamen o'zi dinga doir narsaning hammasini tamamen bilib ketganlikdan derak vermaydi. Dinni tamamen bilib ketish uchun o adam Qur'oni Karimni qayta tadqiq qilish kerak. O'qib qo'yish emas, tadqiq qilib, uningdagi bilimni nimaga uning ichidagi narsa, bu nimani ifodalaydi, buni tadqiq qilish kerak. Tadqiq qilgan vaqtda o adam andagi uning ichidagi bilimga ega bo'la oladigan gap. Bir adam bir narsani so'rasa, bu yerni uzib ep, lekin andagi uning javob berish bu bilimlik qo'shaq bilim bor odamniki deydigan narsa emas. Aş sahadagi butun o'zi oyatlarni bir yerga kelib, uningdan umumiy bir xulosa chiqargan holatda ilmga, mantiqqa, amaliyotga uyg'un keladigan holatda bir narsani ifodalay olsa, u odam u vaqtda bilim ahli bo'la oladi. Bo'lmasa u fantaziya o'sh bir narsani so'zlab qo'yish bilan hech qanday u odamni bilim ahli degan olmaydi. Misol. Endi mana shu arab tilini tilga qo'llab, ba'zan shu qarindoshlarla inkoslardan tortishib qoldik. Arab tilini tercümanlıkını bilgen insanlar her kança ustalık geçse Ebu Cehil'in aldık ötenmeydi. Elbette. Ama şu Ebu Cehil Müslüman bulamadı aynı. Muşinatın körülüşü bulduk ki tilini bilgenlik o dinini bilgenlik emeski o. Elbette. Çünkü hazır 200 milyon etrafında Araplar var dünyada. Ondan artık mı ki ben enik bunu sağını bilmegendekin belki 300 milyon etrafında oluşu mümkün. Onun içinde ne saran Araplar var, Arapçını sudek sözleydiğen aşılarının hemmesi Arapçını bildi. Bizdeki neticesi, bizdeki moş qarindoshlarımızda bu neticesi yaxşı bildi. Ve lekin onun özünü Arapçını bilişi bilen bütün dinini bildiği degil olmaydı. Çünkü dinini biliş, o dinin içi kirip, onu qayta tadqiq qilib, misal, qilgandan andikin dinini bila oladigan gap. Tadqiq qilish kerak buning ichida. Ya'ni Qur'ondagi biz davomli deb kelyapmiz, shu bizni tillayotgan qarindoshlarimizga nihoyatda shuni jiq deyapmiz. Bir masalani tushunish kelsa, shu masalaga kelgan bir tal oyatni emas, shu masala doirasidagi butun oyatni yig'ib kelib, u yerda bir umumiy bir xulosaga ega bo'lish lozim. Shu vaqtda u odam andikin o Qur'oni Karimning ichidagi umumiy bir maqsadga yeta olgan bo'ladi. Bo'lmasa hech bir zaman o odam o'zi maqsadga yana bilimga yeta olmagan bo'ldi. Chunki o kichkina bir yana uzib olgandan keyin o biroz o'zi yana bir yer borgandan keyin uningga o'xshamaydigan yana bir yerda bir oyat chiqdi. Shuning gapni ochmoq qilishga to'g'ri kelgan gap. Shuning uchun biz Qur'oni Karimni alhamdulillah boshlab va nasqchi orliqda bir tuzsizlik kallimizda hosil bo'lish lozim. O tuzsizlik hosil bo'lgan vaqtda shu tuzsizlikqa asoslanib turib, hamma oyatlarning o'zini shuning sep tuz ep mangalasak, u vaqtda bizning gapimizda qarama-qarshilik bo'lmaydi. Misol, biz hozir 55-qismga keldik. 55-qismga kelgichilik orliqda qarama-qarshi gap chiqib qolganligi hozirgacha meni esimda yo'q. Nima uchun degan vaqtda bu Qur'oni Karimni men bu darajada o'zi tadqiq qilishda 35 yil bo'ldi menga. Eng oz bo'lsa. Chunki bu qadar o'zi vaqt ketmaydi. Bir 300 o'roq kitobni tadqiq qilishga. Lekin buni bunchalar vaqtni ketishi nima sabab bo'ldi buningga degan vaqtda mening bilan yordamlashadigan inson yo'q. Hozirgidek bo'lsa, masalan, Turkiyada
Misal Arab memleketleri nurgulluğun şundaq tadqiqatçılar var, nurgulluğun alimlar var, Qur'an'ı qayta tadqiq qilayotgan. Bundaq adamlar bazı hozirgi zaman bo'lgan bo'lsa, uning o'zi 2 yilda hamma narsa hal bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda hozir butun shu qarindoshlarning hammasiga fursat bor. Misal Turkiyadagilarga Türkiye'deki nurgulgan alimlar var. Aşılan kaşık berip akısını tıllamasın. Kaşık berip kallısını ötmeyen meselenin özüne neyim için bunda deyimiz de şu yerde münazır kılışsa buludu. O yerde o yer bağmaydı. Fakat özünün ki göz karışık okşaydıgan neslerini sözlerine adamın kaşık bağısı vardı. Onun okşamaydıgarak bir nesle sözlerine o murtet, murci, neyim deydi iş kılıp Kur'an inkarçısıdamdı, iş kılıp aşının okşaş bir neslen dep xalqning o'ziga, yani başka adamlarga do'ppi kaydirishga umroq oldigan gap. Yani bunun o'zi bir bilimlik adamning ishi emas. Bizning bildigan narsamizdan bilmaydigan narsamiz yo'q dunyoda. Uning uchun kichkina narsani bilib ekan, butun dunyodagi narsani men bilib oldim. Hamma odamdan men bak olim deyishning o'zi bu ahmoq, o'z kallasida joyida emas odamning deydigan gapi. Shuning uchun biz ilm dunyosida, ilm o'z daryosidan bizniki olgan ilmimiz jingning uchiga chaplashgan bir suvchilikmi? Narsa emas. Shuning uchun biz davomli o'quvchi qatorida, izlanuvchi qatorida harakat qilishimiz lozim. O'zimizni olim qatorida hisoblab olib, u to'dan tushunmay, undaq jafo tortishga hech qanday hojat yo'q. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda Allohning bor va birligini Alloh taolo nima deydi desa, deb qo'y demidi. La ilahe illalloh deb qo'y demidi. Fa'lam deydi. Uni bil deydi. O'qib, bilib, uningdagi la ilahe illalloh deb Allohning bor va birligini cho, uningdagi o'zi sen uningga bilgandekin cho, uningdagi ishon oningga deydi. Qarg'ularchilar ishinish bu o'zi hech bir zaman iymon bo'lmaydi. Maxsus oyat bor, bilmagan narsanga ergashma deb. Yana Qur'oni Karimda İhlas surasida Qul huvallohu ahad, Allohu samad, lam yalid lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad degan bu oyatning o'zidimi Alloh taoloniki bir ekanligi, uning hech narsaga ehtiyojining yo'qligi, u hech narsadan bir onadan tug'ilmagan yoki bir bol tug'ilmagan, bol topmagan shunday bir zot ekanligi. Nima uchun degan vaqtda uning barobar kelganda bir narsaning bo'lmaganligi. Chunki balcaqılık oluş için onunki öz cinsinin yenbesi buluş gerek. Diyen gap. Muşunun özünün neme dese Allah Teala aşağı devat dedi ki menimden başka benim hutnum mu yok deydi. Eğer özü beni ne kısa ya ki ben ekte gitgan ya hutun aldıgan bir zat emesmen diyen gap benim özü. Meniki bir nersige ihtiyacım mı yok deydi de bunun öz nemini bildirdi dese bizniki tamamen ziddimiz. Yani biz toy kılımız, balcaqılık olumuz. Allah Teala açıyor dese insanlarınki yani mahlukatların tamamen ziddi olup o hiç narsaga ihtiyacı yok. O o'zi hech qanday balcaqlığın bo'lmaydi tamamen. Çünkü nima uchun degan vaqtida Allah Teala'niki o'zi davom qilishi yani u mangulik bo'lganligi uchun uniki o'zi davom qilish uchun o'zining nasliga ehtiyoji yo'q. İnsancha degan vaqtda inson degan o'ldigan narsa. 50-60 yıl, 70-80 yıl hayat görgendekin öldüğün gap. Ölgendekin oniki neslini devam kıldırış için o özü toy kılışkı muhtaç. Toy kılgandekin balcaqılık olduğun gap. Bunun özü hemmesi nima dese insandaki bir ihtiyaç sahibi ekanligi Allah Teala hiçbir zaman ihtiyaç sahibi emas ekanligini muşayda özü bilib olaymiz degan gap. Demek ki men muşunun qo'yish oyatlarni hammasini bir yerga akilib o'qib, uningdagi amaliyotdagi, yana moddiy dunyodagi oyatlarni koinot planetlar deymiz, dal-daraxt deymiz, har birisi dal-daraxtning bir tal yupumi yoki bir tal mevasimi bir oyat misol. Muşu narsalarning o'zini uniki tushuntirgan maxsus kitoblar hozirgi vaqtda biologiya deymiz, osmon jismlarini tushunmoqchi bo'lsak, astronomiya deymiz misol. Özümüzün vücudunu düşünmekçi olsak anatomiya deymiz. Haş narsalarning o'zini o'qisak, o vaqtda o'zimizniki vücududagi har bir hujayralarniki qandaq o'zi murakkab bir qonuniyat ichida ketayotganligini, uni qandaq murakkab o'zi qandaq bir usta, nayta o'zi
ustuning o'zi, nihoyat bak usti birisining o'zi aşağıya yerleştirganligini biz o'zi bila olmaymiz. Ya'ni har yerimizda mengimizdagi hujayra bilan yuragimizning hujayralari o'xshash emas, misol yuragimizning bilan böğrügimizning o'xshash emas, ashuna o'xshash har yerimizdagi hujayraniki o'zi moddiy jihatdan o'xshash emas, xizmat jihatdan o'xshash emas, chunki har bir hujayra o'z o'rnida shu yerga loyiq holatdagi, loyiq kelgan modda bilan yasalgan bo'lganligi uchun yurakniki moddasi boshqa yerdagi go'shtga o'xshamaydi misol odatda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima degan vaqtda biz mushundaq o'zi har narsadagi murakkab qonuniyatlarning o'zini, bu qonuniyat dal-daraxtga o'xshash, dal-daraxtniki hamma shu butun nimalarning o'zini o'qib chiqargan bo'lsak, odamniki aqlni hayron qoldirdi endi. Demak, shunday hayron qoldiradigan bir qonuniyat ichida ketayotgan shu har bir moddiy oyat, Qur'oni Karim bir nazariy oyat. Endi bu her bir öz Allah Teala yaratgan narsaning har biri degan vaqtda u moddiy bir oyat endi. Endi shu moddiy oyatning o'zini biz shu o'qiydigan hozir kitobni bo'lgandan keyin o kitobni 100% bo'lmasimi, zaten bizga jiq narsa tushuntirib berdi. Chunki o kitoblar hozir o olimlar uni kitobda shu eng tekkiga yetib bo'lganlik bir narsa yo'q. Yana ilm davom qilyapti. Bundan keyin texnik yangi narsalar chiqadi. Lekin shunday bo'lsa-mu, bizniki qoyil bo'lishimizga yetarli darajada dalil isbotlarga ega bo'la olamiz. Demak, biz Alloh taolaniki cheksiz qudratini, Alloh taolaniki cheksiz bilimini va Alloh taolaniki bor va birligini isbotlaydigan bütün o'zi moddiy va ma'naviy narsalarning o'zini hammasining o'zini biz tadqiq chiqqan vaqtimizda haqiqiy Alloh taolani tunishga yeta olamiz, haqiqiy tuniy olamiz. U vaqtda bizniki Allah bo'lgan ishonchimizmi degan vaqtda mukammal bo'ldi. Ya'ni to'liq ishongan bo'lamiz shu vaqtda. Bo'lmasa ota-onamiz kichik vaqtimizda la ilaha illalloh degan desa, shuni deb qo'yib o'tgan bo'lsak, u vaqtda u qarg'ularcha aytgan iymon bak o'zi ishga yaramaydi. Shuning uchun biz har narsada o'zimizniki bir aqli bo'lgandan keyin hozirgi zamonda bo'libmi o'qimagan inson oz deyarlik odatda. Onun için qo'limizga shu odatdagi bir kitobning o'zini, shu hukumatning kitoblarini qo'limizga olsakmi, shuning ichida Alloh taolaning qudratlari bilan uchrasha olamiz yani. Shu orqali Allohning borligini, birligini isbotlashga erisha olamiz degan gap. Shuning uchun bu yerdagi bilim, bayatın birisi deb qoldik hamda Alloh taolani tunish uchun Alloh taolo bu yerda nima deb desa, "Fa'lam annahu la ilaha illalloh" degandan keyin biz bilishimiz lozimki uni. O'qib bilishimiz lozimki, bilmay turib aytgan iymon ishga yaramaydi ki. Onun uchun qarindoshlarga bizni tavsiya qilganimiz, shuning o'zini har sohada izlanishimiz lozim. Bir oy, 2 oy izlangandan keyin o'zimiz qanoat qilgan darajada o'zi bir nimaga bir ilmga ega bo'la olamiz. Misol hozir YouTube'ni ochib qo'ysa, osmon jismlarini tushuntiradigan video filmlar, hayvanotlar dunyosini yoki hayvonotlarniki vujudidagi hujayralarni tadqiq qilgan o'sha tadqiqotni so'zlagan videoni ochib qo'ysak, uning o'zini bekor turib so'zlab berdi bizga. Dal-daraxtniki misol biologiya to'g'riliq. Bunday narsalarni hammasini so'zlab ochib qo'ysak, bizga to'liq o'zi ma'lumotlarni yetkazib berdi. Hozirgi vaqtda o'ng'ay, burungi vaqtda maxsus o'qimasak bo'lmaydi. Hozir ham quloqni ish qilib qo'ysak, aql bilan hamma narsa o'ng'aylashib ketdi. Shuning uchun qarindoshlarniki bu diniy sohadagi narsa mundaqla debni qo'ysak bo'ladigan bir narsa emasligi, uning o'zini deb qo'yishning sirtida o'sha degan narsamizning o'zini ilmiy asosda isbotga ega bo'lish, dalil isbotga ega bo'lish nihoyat muhim ekanligini bilishimiz lozim. Buni nurg'un odamlar va men shu nima to'plarni ko'ryapman. Sen degan o'qimagan odam Hamid Kamchi qarab qashindaq bir dashnamlik uchraydi qarasam. Sen degan arabchani bilmaysiz deyotgan. Aslida arabchani bilishning o'zi alohida bir bilimli bo'lib ketganligining isboti emas, faqat bir tilni bilganliging. O til qo'saqdagi narsani ifodalaydigan yoki insonlarning orasida muomala qilishda ishlatadigan bir vosita xolos. Sen bilim ayrim narsa,
U yerda o'zi o'qish ayrim narsa. Alloh taolo o'qishdan eng oxirgi narsani nima qilib, bilimni maqsad qildi. Shu iqra bismi robbikallazi xalaq degan oyatning ostida allamal insonu ma lam ya'lam deb ilm degan ibora bilan oxirlashadi. Bu nimani bildirdi desa, o'qigan odam uni bilib to'xtash lozim. Bilmay lekin o'qib lekin qarsiga o'zi o'qilaversa, misol bizda ashlaq ishchiq, shu hidoya deymiz, sharv qoidaymiz, shu hozir 9 nimalqi soat deymiz, rivoyat kitoblari, ash kitobni hammamizni o'qigan vaqt beboshdan hech bir zaman ustozliga man nima ish qilmandaq demaydi misol. Zinaxoni o'zini chalma kesak qilib o'tirmiz, ha deb kallasini o'zini Imom Ahmadniki o'shkis qo'shash o'z kallasini gildanishib o'tirdi. Bu zinaqa adamni o'ltirgan ish bormi? Bu qotilni o'ltirish degan Qur'onda borki deb bir eg'iz ustoz o'qigan odamdan savol so'ramaydi odatda. Namoz o'qimagan odamni o'zini jazolaymiz desa, ashuni qarab o'tirdi, xo'shib keladi. Qur'onda namoz o'qimagan odam jazo degan bir ibora bormi? Biz nima uchun jazolaymiz? Qur'onda bo'lmasa deb bir eg'iz savol so'ramaydi. Misol shu yerda. Arab yezib qo'ydimi? O Arabningki kitobi nima bo'lishidan qat'iy nazar, u bir ilohiy kitob qatorida bundaq bo'ldi. Bu nima uchun shunday bo'ldi degan vaqtda bu yerda iymon etish Allohga emas, Allohning kitobiga emas, Arabga, Arabning kitobiga, Arab yezib qo'ygan kitoblarga, Arabning tiliga iymon etishlik. Uning uchun bu masala bu yerda hal bo'lmoqlik. Biz Arabga iymon etishdan butunlay voz kechib, Arab degan bizdan hech qanday farqi yo'q bir odamlar u. Bizga o'xshash bir inson. Biz uning o'zimizga o'xshash bir inson hisobida ko'rib, biz butun koinot yaratgan Allohga ishonishimiz lozim degan vaqtda masala oydinlashadi degan gap. Şoň bu yerdagi narsa nima desa, bir yerda o'zi arabcha yozib qo'ygan bir kitobni o'zini ko'rib qolsa, uni Qur'on hisoblab yoki Alloh taolo tushirgan bir kitob hisoblab, lekin uning ichidagi narsa to'g'ri bo'lamdi, xato bo'lamdi, hammasiga ishonish bu o'zi bir zarrachilik. Cho'ng emas, zarrachilik aqli va insonga to'g'ri keladigan narsa emas. Shuning uchun bu yerdagi Alloh haqidagi bergan tushuncha shuki, Alloh taolo birinchi bizga buyurgan buyruq "Fa'lam ennehu la ilahe illallah" deydi. Yani sen Allah'niki bar ve birligini bilişin lazım deydi. Yani biz o'qib bilishimiz lazım. Yani her cihetten izlenip, mayli özümüzdeki tili de bildiğanlardan izlenimiz yoki tilde bildiğan kitaplardan izlenimiz, aşındak izleniş arqılık Allah'niki bar ve birligini bilişin lazım deydi Allah Teala. Eğer iman etişini, Allah'a işinişini maqsad qilgan odam bo'lsa, buni o'zi bilish lozim. Shuning uchun bu yerdagi masala bilmay lekin iymon etish, iymon kategoriyasiga kirmaydi degan gap. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Besh to'g'ri qarindishimiz. Va alaykum assalom, qanday ustoz, yaxshimi? Yaxshi, Allohga shukr. Biraz anladım. Emni keldim. Nayet yaxşı, Allah razı olsun. Ben yine biraz micazim yok, kechikib qoldim. Pek yaxshi so'zlab turiblar. Shu bilish to'g'riliq deb atalamdi-ku. Bu Allohning barligi Medine Yahudilerimi, başka Hristiyanlar bildi onu-ku. Budistlar bildi Allah'ın varlığını-ku. Ama lekin bir yerdeki en mühim mesele bizdeki Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın bağlılığı emas, yani Allah'a şerik etmesken. Şunu davet kılıp kelgen var-mı-ku? Bizning bu yerda bekrak to'xtalayotgan mesele şu cihati buladir endi şuna. Allah'ını bilishga dair material izlesek degan Hristiyanlarning ama shunda yaxshi materiallari bor ekan-ku. Allohning bağlılığını Hem de yukarıda bırakır la ilahe illallah diyen kelimeneki, cümleneki, anadaki levkan fihma alihatun illallahu la feserat diyen şu cümleneki mezmununu bırakır sözlep çıkan bulduk. Allah Teala'nınki bir barlığı, Allah yok, kainatını, normal bahsi. Kainatını özü, kainat tabiatniki qonuniyati bilan tabiat shunday bir qonuniyati bo'lgan, shu qonuniyati bilan varlık kelgan deganda ko'z qarashga raddiya.
Allah'ınki birligi Allah Teala'ga şerik keltirmeslikке, şerik karşı ekenlikке özüneki bir ekenligini öz bir ekenliginin ispatı Allah Teala'ga hiç qanday bir narsa şerik bolamaydiganligini ispatlab bir qur onu tugatgan bo'ldik. Shuning bilan bu yerda Allohni tunish asosan nimaga bog'landi ekan degan vaqtda Qur'oni Karimdagi Allah barasidagi umum mazmuniga asoslangan vaqtda Allah'ınki barlığı ve Allah'ın hiç qanday şerigining yo'qligi, yani birligi. Moşununga işiniş bu nayeti özü Allah işinime degan adamga moşunu bilish nayeti muhim bir masala degan gap. Hem de biz yuqori deb o'tgandek bu vaqtda yana so'zlasak yana shu gap bo'ladi. Biz sherik keltirish desa, xuddi butni oldimizga qo'yib, uni cho'qinsak sherik bo'ladigandak. Bundaq o'zi qarash butunlay xato. Umi sherik odatda. Uningdan boshqa mazaqqa cho'qinish, mazhablarga cho'qinish, olimlarga cho'qinish, yoki bo'lmaydi avliyolarga cho'qinish, yani nima deymiz, sufi insholarga cho'qinish, jiqqu bu cho'qinishning o'zi. Moshuna qo'sh narsalarga cho'qinishning o'zi butunlay o'zi sherik yotadi. Yani qiyomat kunsa Allohning oldida shafaat qiladi o'sha insonni deb ashundaq bir narsani kutish hammasi desa, bu sherik yotadi. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda Alloh taolo men bir, mening hech qanday sherigim yo'q deganligining o'zila bizga yetarli javobki, biz faqat Alloh taoloniki mush kitobiga o'zi eslashimiz, Alloh taologa cho'qinishimiz va boshqa hech qanday bir narsa, bir maxluqqa cho'qinmasligimiz. Agar bir masala oldimizga to'g'ri kelib qolsa, to'g'ri degan bo'lsa, olim o'limalar uni to'g'ri degan bo'lsa, to'g'ri qabul qilish lozim. Agar uni to'g'ri demagan bo'lsa, uning ma to'g'ri emas deb deya olish lozim. Xuddi Payg'ambar alayhisolamniki zamonasida Payg'ambar alayhisolamni misol shunaqa bir rivoyatlar bor. Qusirat salatu amnasiyati ya Rasululloh degan bir rivoyat bor misol. Payg'ambar alayhisolam bir rakatmi yo ikki rakatmi shunday namozni o'qigan vaqtda namozni kam o'qib qo'ygandan keyin Zulyadayn degan bir odam bo'lgan kishi vaqtida ikki qo'li uzun odamki uniki shu odamning o'zi sen unutib qoldingmi yoki namozni qasr o'qidingmi, qisqartib o'qidingmi degan vaqtda Payg'ambar alayhisalom yo'q degan. Her ikkilisini qilmadim, ya'ni qisqartib o'qimadim, unutib qolmadim deb shunday bir javobni bergan bir rivoyat var. Nima bu degan vaqtda bu yerda misol deyapmiz, endi u rivoyat rost yolg'onligi, u nima endi biz uniki rostligini bir rost deb qaramaymiz odatda. Lekin mos keladi. Bu yerda nima degan vaqtda garchi payg'ambar bo'lsa-mu, bir odam shu vaqtda bir Muhammad alayhisalom payg'ambar bo'lsa-mu, ashuningga ba'zi ishlar kallasini o'tmagan vaqtda sen maishni mandaq qilyapsa, bu qanday gap diyalgan atrofidagi odamlar. Shuning uchun bizniki bu qarindoshlarimizmi, bu mollam mehrab chiqib so'zlasa, u to'g'ri so'zlayapti, xato so'zlayapti, beshini ichik tiqib o'ltirmaslik lozim. Agar u yerda u to'g'ri so'zlayolmagan bo'lsa yoki bir narsa kallasini o'tmagan bo'lsa, uni kallasini o'tmaganligini bu yerda savol qo'yish lozim. Agar xato bo'lsa, bu xato deya olish lozim. Ashunday degan vaqtda bu mollamni bunday haddini oshamaydi. To'xtabdi, men bu yerda og'zimga kelganda so'zlayversam, men atrofimdagi odamlar kallasi borki, bu yerda men bunday gapni qildiki, deydi. Shuning uchun bu bir odamniki ilohlik darajasiga yetib qolib, ilohlik darajasiga chiqib qolishiga sabab bo'lgan narsa nima degan vaqtda atrofidagi insonlar. Atrofidagi insonlar uni ko'tarilib keyin u o'zini ilohdek his qilib qoladi. Ondan keyin u insonlar uni ilohdek o'zi tunib qoladi. Shuning uchun bu yerda sen bizdek odam, faqat shu soat o'qigan, ya'ni dinda o'qigan bo'lsa, diniy soat o'qigansan, lekin ma'nosi meni kallamda o'tmadi. Bunun o'ziga sen men javob ber, men gapirma, qoyil olmadim. Diyalishi lozim bu yerda. Misol İstanbul'daki bir tablig'ini anglab men hayron qoldim. Başka bir birodardan. Aşağının özde depteki Allah Teala Muhammed Aleyhisselam'dan mı peygamberlerden mi bizni özü yaxşı görgenlik üçün muş Xitaylik hazırki muş zulümünü bizge bergenmiş.
Aşında yığılab tuğrak ayırgan insanlar, atrafı insan dey, nim deyse hey, deydigan bir insan çıkmak misal. Bu qandaq aql? Allah Taala yaxşı ko'rgan odamni qiynamda vaqtida. Bu bundaq bir ish olam dunyoda. Bizga hozirgi shu zulmning kelishi Allah Taala bizni davomli sinayotganligi, ayndaq o'zi sinash uchun bizga shuni berganligi, Allah berganligini haqqa tunishtirayotgan insonlar bor. Allah Taala biz Allah Taalaning dushmanimi u vaqtida? Davomli bizga zulmni berdiganga. Biz o yerdagi narsa nima degan vaqtda Allah Taoloniki bu insonlarga hech qanday bir zulm bir narsani bermaydiganligini, biz shu zulm qarshi kurash qilmaganligi uchun bu kun qilib qolganligimizni, to'g'ri usul bilan bir kurash qilmaganligimiz uchun bu kun qilib qolganligimizni tunishtirish lozim bu odamlar. Hamma narsani Allah Taolo otib qo'yib lekin Allah Taolo mushundaq qildi, ham buning bizning choramiz yo'q. O'zidagi kurash qilish irodasi, kurash qilish niyati yo'q bo'lgandan keyin shu narsani yo'shirish uchun nima deydi desa, bizning mush kun qilib qolishimizni Alloh taolo iroda qilgan, Allohning irodasi bo'ldi hamma narsa. Unda bo'lgandan keyin biz mushunga shukr qilib, gunohimiz jiqqa o'xshaydi, shuni tavba qilib o'ltirishimiz lozim. Qancha gunohimiz jiqqa bo'lsin, qancha eski bo'lsak, bizni izlayotgan shu Xudoning kitoblarini ko'ydirayotgan, Xudo zikr qilinadigan jamiyaning o'zini çekivatkan, Xudoning o'zini insonlarga tunishtirayotgan, insonlarni o'ltirayotgan shu zolim Xitoydanmi, misol, eskimi biz o vaqtda? Buni nima uchun demaydi bu odamlar? Biz bu yerdagi mushkul qilishimizning tub sababi buningga loyiq, ya'ni mush zulmdan qutulishga loyiq harakat qilolmaganligimiz, kurash qilolmaganligimizdan bo'ldi bu narsa. Uning uchun biz shunga loyiq kurash qilishimiz kerak deyishimiz lozim bu yerda. Nima uchun biz hamma narsani Allohga otib qo'ydik ekanmiz? Uning uchun Onun şu tegi hadis varmısmı şu? Uning uchun bu yerda men deydigan narsam nima degan vaqtida men nurg'unlagan, masalan, shu sistemani o'qib ko'rdim. Masalan, kommunistik sistemasini, masalan, kommunizm ideologiyasi, sotsializm ideologiyasi, kapitalizm ideologiyasi deymiz, shu ideologiyalarning hammasini o'qib ko'rdim men. Hozirgi shu ahli sunniy val jamoa deydi, bizniki shu asosan shu Uyg'ur xalqimiz ahli sunniy val jamoa e'tiqodini biz deb qaraydi. Mush ahli sunniy val jamoa e'tiqodidagi insonlarniki e'tiqod qilayotgan kitobi, sistemasi mush dunyodagi hozirgi eng o'zi nachar sistemidan nachar holatda. Eng nachar sistemdan nachar holatda. Masalan, Buddizm sistemasini nima uchun degan vaqtda buniki nacharligining sababidan bu yerdagi musulmonlar bu holga qiliqliq. Agar bu zarrachilik bir yaxshi bo'lsa, u vaqtda insonlar bu kun qolmaydi. Uning uchun bizni bu yerda deyotganimiz nima desa, shu xato sistemdan chiqib to'g'ri sistemaga kirishimiz lozim biz. Bizni tamoman vayron qilib, hozirgi yo'q qilish girdog'iga kelgan bu sistemdan chiqib biz to'g'ri shu zamondagi payg'ambarni va payg'ambarning atrofidagi insonlarni, butun arab millatining o'zini qutqazgan sistemdan iborat Qur'oni Karim kelishimiz lozim degan gap. Qur'oni Karimga kelinglar desa, Qur'onga inkor qildi buni deydi bir qism sharafsizlarning o'zi. Og'zimdan bu gapning chiqishi o'ng'ay to'xtamaydi, lekin devatqim kelib ketdi-da, o'shaning o'zida vaqo. Qur'onga kelinglar desa, Qur'onga inkor qildi bu insonlar deydi-da. Bu qanday aql, qanday mantiq bu? Allah'ın peygamberlerinin hammasi kelar hafta inşallah bütün peygamberlerinin sünneti degan mavzuda to'xtalamiz. Bizning oldimiz to'xtaladigan niyati olsa, to'xtalsin boshqalar. Biz kelar hafta shu soat to'xtalamiz. Hozirdan boshlab e'lon qilib qo'yamiz shuning o'zini. Bütün peygamberlerning sunnati nima edi? Acaba sunnat to'g'riliq gap qiladi. Sunnati nima edi? Qandaqdi? Shuning o'zini kelar hafta to'xtalamiz. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda biz o'zimiz shu bilim, ya'ni shu bir narsani bilish kelgan vaqtida hayajonga berilmasligimiz, o'zimizdagi tor aqidamizga berilmasligimiz lozim.
ilmga, mantiqqa, amaliyotga asoslanishimiz lozim. Qur'oni Karimning butun o'zi mazmunlarini amaliyotga uyg'un tushunishga tirishishimiz lozim. Chunki nima uchun degan vaqtda Qur'oni Karimda va bil haqqi anzalnahu va bil haqqi nazal degan bir oyat bor. Sura o'zi Isroning o'zida. Nima degan bo'ldi bu desa, Qur'oni Karimning o'zida biz amaliyotni hal qilish uchun tushirdik. O Qur'oni Karimni amaliyotga uyg'un tushdi deydi Alloh taolo. Bu nima degan ma'no chiqdi degan vaqtda Qur'oni Karim har qanday vaqtda masalani amaliyotga uyg'un hal qildi degan gap. Agar u masala amaliyotga uyg'un bo'lmasa, Qur'oni Karimga asoslanib turib, men mushu o'zi hukmni topdim degan bo'lsa, u amaliyotga uyg'un kelmagan bo'lsa, u qorimning o'zi uni to'g'ri tushunolmagan, u oyatning o'zini to'g'ri tushunolmagan yoki oyatga munosabatli oyatlarni tepib, uning o'zini to'g'ri hal qilolmagan bir qaroqnim bo'ldi degan gap. Shuning uchun bu yerdagi masala nima degan vaqtda Qur'oni Karim payg'ambarning zamonasida va butun payg'ambarlarning zamonasidan tortib hozirgacha hamma ishda amaliyotga uyg'un, amaliyotni hal qilish uchun kelgan bir kitob bo'lganligi uchun biz amaliyotni uyg'un holatda masalani hal qilishimiz lozim. Qur'oni Karimdagi oyatga asoslanib turib, shu vaqtda biz o'zi Qur'oni Karimni to'g'ri tushungan, insonlarga to'g'ri yetkazgan bo'lamiz. Ya'ni bu yerdagi ikkinchi mushu hozirgi mazmun Alloh, Qur'on, Rasul haqida to'xtalyapmiz. Alloh haqidagi tushuncha men mushu yuqorqidek. Ya'ni Allohning bor va birligi haqida o'zi Qur'oni Karim bayon qilish orqali Allohni yo'qlaydigan va Allohga sherik keltiradigan insonlarga raddiya berishlik. Shu oyatlarning o'zida yuqorida biz bayon qilib o'tdik. Ikkinchisi degan vaqtda Qur'on haqida. Qur'on qanday kitob degan vaqtda Qur'oni Karimni Alloh taolo deydiki, Sura Niso'niki 105-106 oyatida inna anzalna ilaykal kitoba bil haqqi litahkuma baynan nas bima arakalloh va la takun lil xoinina xasima degan shu 105 oyatgan mush oyatning o'zida Alloh taolo deydiki, biz bu Qur'oni Karimni tushirishdagi maqsadimiz insonlarning orasida Alloh taolo sen qanday ko'rsatgan bo'lsa, shu ko'rsatma bo'yicha hukm chiqarishing uchun tushirdik. Herkesmi sen o'zini xohishi bilan o'ziniki o'zi havoyi havas bilan yoki bo'lmaydi o'ziniki tor doiradagi ko'z qarashlaring bilan kishilarga nima hukm chiqarish emas. Alloh taolo o'zi ko'rsatgan shaklda hukm chiqarish uchun biz shu haq kitobning o'zini tushirdik deydi Alloh taolo. Demakki bu yerda nimani bildirdi desa, Qur'oni Karim Alloh taolo tushirgan bir kitob ekanligini bildirdi degan. Yana Sura Baqara'niki 2-oyatida Alif Lam Mim zalikel kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin degan oyatning o'zimi Qur'oni Karim, ya'ni shu qo'limizdagi kitob, nurg'un odamlar zalikel kitobning o'zini osh kitob deb shu Lohul Mahfuzga ishorat qilib tarjima qildi. Bu to'g'ri narsa emas. Biz Angliyada ingliz o'rgangan vaqtda qo'lingdagi nima degan vaqtda zat degan o'zi kelimni ishlatdi bular. U nima degan vaqtda o'zida biz uning javob bergan vaqtda bu kitob, qo'limdagi bu kitob deb javob beramiz. U nima degan vaqtda u kitob demaymiz hech bir zaman. Bu kitob deb javob beramiz. Xuddi shunga o'xshash bu tarjima qilgan vaqtda zalikal kitob degan vaqtning o'zida, ya'ni mushu qo'limda tutib turgan kitob la rayba fihi hudan lil muttaqin. Muttaqilarga, ya'ni to'g'ri ish qiladigan insonlar uchun yo'l ya'ni yetakchi bo'lishida hech qanday shak yo'q degan gap. Muttaqiga xatolikdan saqlanuvchi, xatolikdan saqlanma deydigan insonlar Qur'oni Karimni o'ziga yetakchi qilsa, nima bo'ladi desa, u xatolashmaydi, xatolikdan saqlana oladi degan gap endi. İnsanlarni xatolikdan saqlay oladigan bu kitob Alloh taolo tarafdan tushganligida hech qanday shubha yo'q. Yoki bo'lmaydi, muttaqilarning o'zini hidoyat qilishida hech qanday shubha yo'q. Ya'ni bir odam men to'g'ri yo'lda borsam bo'ladi degan vaqtda Qur'oni Karimni o'ziga yetakchi qilsa,
Şüphesiz o Kur'an-ı Kerim o insanın özünü doğru yolda yeteklep manalaydı degan boldu endi. Yani Kur'an-ı Kerim muşundaq alayidlik ege. Yani Kur'an-ı Kerimni bilgen adamga, bilmagan odamlarga u vaqtda uningda hech qanday o'zi ortiq gap qilishga hojat yo'q. Boyatin bir nurg'un gaplarni qildik. Yani Kur'an-ı Kerim'de Sure Bakara'daki 38-39. Kul nehbitu minha cemi'a fe imma ye'tiyennekum minni huda fe men tebi'a hudaya fela khawfun aleyhim ve lahum yahzanun vellezine keferu ve keddebu bi ayatina ulaike ashabun nar hum fiha halidun degan ikki oyatning o'zida Adem alayhissalomning vaqtidagi Adem alayhissalomga o'z deyilgan so'zni Alloh taolo payg'ambar alayhissalom vahiy orqali yetkazganda yani meningdan bir hidoyat kelsa, kimki o hidoyatga ergashsa, u o'zi qo'rqib qayg'urmaydi, uni ishonmagan va uni yolg'on bizning oyatlarimizga ishonmagan va oyatlarimizni yolg'on chiqargan odamlar mangulik do'zax ahli bo'ladi deb xulosaladi Alloh taolo. Bu nimani bildirdi desa, yana Qur'oni Karim, yani Allohning ilohiy kitoblariga hammasiga qaratilgan bir oyat, uning ichida Qur'oni Karim bor. Yani Qur'oni Karimdan iborat bu kitobning o'zimi, yani insonlarga agar insonlar uning o'zini uni ko'rsatmasiga amal qilgan, to'g'ri amal qilgan vaqtida dunyo va oxiratda u o'zi hech qanday qayg'u, hasratga qolmaydi. Bu nima degan bo'ldi desa, to'g'ri yo'lda mangan odam g'albiga erishadi. G'albiga erishgan odam hech bir zaman hasratlanmaydi. Biz yo'lni xato menibdiki, bizning ota-bobolarimiz biz hozir hasrat ichida qoldik. Bu xatolikniki oqibati bu. Mana bu oyatning oxirida vallazina kafaru va kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha halidun degan oyatning o'zimi uni ishonmay, uni yolg'on chiqargan odamlar mangulik do'zax ahli bo'ladi degan shu kelimning o'zimi u oxiratda ham mangulik do'zax ahli bo'lgan gap, bu dunyoda desa xorliq bo'ladigan gap inson. Yani yo'lni to'g'ri mang'anmagan insonlarga Alloh taolo deyaptiki, yo'ling to'g'ri bo'lmasa, oxiring xusron bo'ladi deydi Alloh taolo. Yani Sure Yusuf'un 2. ayetinde Allah Teala şunda dedi ki inna anzalnahu Kur'anen Arabiyyen leallekum taqilun dedi. Mana şu ayetin özde biz Kur'an-ı Kerim'ni Arapça tushundik. Maqsad nima desa, sizlarniki sizlar aqlingni ishlatamdiki degan umidda shunday tushundik deydi Alloh taolo. Bu nimani bildiradi desa, o'qib qo'yinglar, uning o'zini kunda suriyasini o'qib, damaydi qilib chaynakka. Ashni ichib yuringlar degan gap emas. Onun o'zini o'qigan vaqtida uni aqlingni ishlatib turib, bu yerda nima deyilibdi? Sizlar uningdan qanday ilmlarni foydalana olar ekansizlar? Nima ilmlar borki uning ichida? Buni aqlingni ishlatib turib o'qinglar deydi Alloh taolo. Shuning uchun biz hozir mana arabchani bilmaydigan qarindoshlarimiz Qur'oni Karimning tarjimasini o'qigan vaqtidami aqlni ishlatib turib, kallasini o'tmagan yer bo'lsa, u yerning o'ziga not deb qo'yib turib, boshqa öyle onu seriştirip bundaq o'zi o'qish bu nihoyatda muhim. Uning uchun o'qib qo'yish emas, savob uchun o'qib qo'yish bu to'g'ri narsa emas. Savob olish uchun o'qiymi deganning o'qishning o'zi hech qanday insonga savob bermaydi. Savob olish uchun o'qiladigan kitob emas bu. Bu nima uchun o'qiymiz degan vaqtda insonlar o'zining yo'lini to'g'rilash uchun, to'g'ri yo'l tepish uchun, o'zini tutayotgan yo'lini to'g'ri va xatoligini o'zini selishtirish orqali uning xato yoki to'g'ri ekanligiga baho berish uchun o'qiydigan kitob bu. Shuning uchun bu yerda Qur'oni Karim ya'ni insonga qanday bir nima maqsad tushirilganligini Alloh taolo shu oyatlarda nurg'un oyatlar bor, buni men bir qanchasini keltirdim. Maqsad nima desa, Qur'oni Karim, ya'ni Alloh taolo butun ilohiy kitoblarni tushirishi va Qur'oni Karimni eng oxirida Qur'oni Karimni tushirishdagi butun maqsadni bayon qilib, insonlarga to'g'ri yo'l ko'rsatish uchun tushirganligini bayon qilib. Ya'ni to'g'ri yo'l ko'rsatishni, to'g'ri yo'lni Qur'oni Karimda tepish uchun nima qilish kerak degan vaqtda, bu oxirgi Sura Yusufdagi oyatga asosan aqlni ishlatish kerak ekan. Ya'ni aql bilan Qur'oni Karim birga kelgan vaqtida u inson to'g'ri yo'l topa oladi degan gap. Aqlni ishlatmaydi, hikoya o'qigandek, arabning hikoya cho'chaklarini o'qigandak o'qib versa, uning hech qanday foydasi bo'lmaydi uniki.
Zaten paydası bolmaganligini görüp hazır. Nurgulluğan, hatta Saudi Arabistan'da qerip ketken elagillerimiz var bizniki. Saudi Arabistan'da qerip ketken aş elagillerimiz özü, hayatı boyunca Araplar arası жүрген aş elagillerimiz özü, hazırgıçılık aklını işiltip Kur'an-ı Kerim'den bir özü çıkış yol tapamagan. Hala ravayetinin özünü Kur'an-ı Kerim koşup, ebceş kılıp, o ya özü ravayet din emas, ya Allah'ın din emas, bir ebceş din halıtıga akiriklik misal. Bu ebceş dinliki bizge qanchalik ziyon keltirganligini o'sha odamning kallasini ishlatishni biladi. Tarixdan buyon bizga qancha ziyonlar kelganligini va hozir qanday ziyon keltirayotganligini biladi. Bilib turib yana shu narsaning o'zini mana mushuni o'zi yana mushumi din. Ma bo'lmasa mani bilolmaydim. Sen kallangni ishlatsang bilmaydigan bu Qur'oni Karim ichida nima bor? Payg'ambar alayhisalom o'qimagan bir odam deb hammadan shu mollaning hammasi ashta deydi. O'qimagan bir odam Qur'oni Karimni tushunuklik. Nima uchun degan vaqtda Alloh taolo sen sahar turib, namozdan burun turib, shu nihoyat o'zal jimjit bir vaqt bo'lganligi uchun shu vaqtning o'zida sen vaqtini chiqarib Qur'oni Karimni tushunishga sen vaqt chiqadi deylik. Ya ayyuhal muzammil mudassir bir so'rining o'zida. Misol. Atigan turib namoz vaqtini 1 soat burun turib Qur'oni Karimning har bir o'zi mazmunining o'zini 1 soat tahlil qilsak, u mazmunni hal qila olamiz. Hozir nihoyat o'ng'ay. Masalan, bir mazmundagi oyatni biyak akamoqchi bo'lsak, shuning ichidagi bir tal kelimni bilsa, shu kelimning o'zini bu Qur'onni izlaydigan yerga shunday qo'ysaqlar, shuning munosabatli hamma oyat shu Qos sura qancha oyatni tortib hammasi chiqadi, bedamchida masalani hal qiladigan gap. Shuning uchun qarindoshlarimiz bizni tillashning o'rniga, bizni haqoratlashning o'rniga Qur'oni Karimni qo'liga elib, boshdan oxir uni ko'rib, qayta ko'rib, tadqiq chiqish kerak. Qur'onni tushuntirayotgan, Qur'on to'g'riliq o'zi insonlarga so'zlayotgan, Qur'onni kishilarga yetkazayotgan odamlarga nima deydi? Qur'on inkorchisi. Mehmet Yusuf'ni deyotgan gap ma'no o'zi. Saudi Arabiston qirib ketgan odam o. Aş adamning o'zi, boshini o'zini agar aş adam ashni kichkina kallasini ishlasa bilamamda uni. Albatta biladi, u arabcha deganki suv odamlar. Misol. Shuning uchun bu halqa bir-birimizga haqorat qilish bu insonlik emas, ham o'zi bir ilm ahli bo'lgan odamniki qildigan ish emas u. Ilm ahli deganni ilmi bir gap qila oladigan bo'lish kerak. Ve delil isbotni qo'ya oladigan bo'lish kerak bu yerda. İnsanlar qoyil qila oladigan, amaliyotga uygun, ilmga uygun, mantiqqa uygun keladigan bir narsani o'tirib qo'ya olish kerak. U vaqtda odam nima desa, ahli ilm degan o'zi unvoniga loyiq bo'ldi. Agar undaq bo'lmasa, odam ahli ilm deyishga o'zi to'g'ri kelmaydi. Chunki ahli ilmga loyiq axloq bo'lmasa, odam qanday uni Men bir narsa qilgandim. Hozirgi dunyodagi savodsizlik bir narsa bilmaslik emas. Ma'lum bir narsani nurg'un odam nurg'un narsa bildigan bo'lib ketdi hozircha. O'zini bilganini xato ekanligini tuzatmaslikning o'zi cho'ng savodsizlik shu. o Tamam, biz tuzatmaslik boshqa bir masala menimcha. O'zini xatoligini bilmaydi bu odamchi. Bilmagan degan tuzatmaydi uni. Bo'lmasa u bilsa uni to'xtama xato qilsa hech qanaqa narsa emas. Misol men shu bir aloqam bilan bir yerda o'ltirgan vaqtda degan gapim bor edi. Mening nurg'unlagan xato e'tiqodlarim bor edi o'z zamonimizda. Shu Qur'onning o'zi qayta ashundaq o'zi ko'rib chiqqandan keyin bir-birlab shu e'tiqodlarning o'zini so'kib tashlashga to'g'ri keldi-da. Men yo shu e'tiqodim turishim kerak yoki Qur'on ko'rsatgan e'tiqod turishim kerak. Men agar Allohga ishonadigan bo'lsam, Qur'oni Karimning Allohning kitobi ekanligiga ishonadigan bo'lsam, u vaqt qanday qilib bu vaqtda u e'tiqodimni o'zgartib Qur'oni Karim orqali o'zgartirishim kerakman. Otam o'rgatgan narsa bu e'tiqodning o'zida ota-onamizniki o'zi peshiga eslash bizni qutqizolmaydi. Hamdanaqa aql bir-biriga bog'lash emas mana shu. Atrofdagi oyatlarni, nimalarni shu. Hammasi kitobdagi oyatmi shu oyat, koinotdagi oyatmi oyat dedik. Hamma shu kitobning o'zidagi oyatlarni bir-biriga bog'lab o'qimagan vaqtida o'tgan kerak 5 dona oyatni beqib o'qimasa, andan keyin payg'ambar alayhisalom
ve ma yantiqu hava deplam. Aşağı mesela ekildiğin gep. Şunu onu diyen gibi hamısı vahiy deplamçı. Şöndürdiğin gep başkalarga, şunu başkalar anlaganlar onu için. Aşında okşaydı, onda olsa şehit İslam vahiy ekende. 6 kitap yetmey, 9 kitap bolup ketkenligini bilmey. Aşın işe kirip gidiyorsun gepte. Doğru. Anaqa hadisler asliçi Qur'an'a zid kelmeydi. Eger zid kelgen bolsa, bir yerde zid qo'yib qolgan bolsa, o onundaki zidlik emas. Akılınızdaki zidlik, sizin aklınız şunun işlemegechga yoki aşna zid qilib qo'ygach aynab qolgan deb, yanaqa saq adamni kalva, döt, aqlsiz o'rniga olib qo'yganda bo'lishi. Har qanday kalla saq adamma onundaki ikkisini manaqa to'g'ri kelmamdi deb nima qilishni o'rniga üzülüşü bilingancha men kallam mening joyida emas o'xshaydi, aqlim ishlaymaydigan o'xshaydi. Şunlaşqa bu olimlarning gapi rost. Shu men shu nima desa shuni shu ishlatmay narsam bo'lg'ida. Ma Qur'onda ma hadislarda shak yo'qkan narsachu. Mening o'zimda shak yo'qkan, o'zimning iymonimdan gumonlansam bo'lg'ida deb ashunda patqoqqa patqoq yurgan ekanda. Doğru. Hem de aş alimlarmı kitabındaki beşiğe aş kiriş sözlerine özünü tunuştuğu vaxtda yazıdı. Aş kitapxanaga okuyduğu adamlarga ben muşun yazdım. Eğer hata yeri olsa anda bana özü tüz tüşkürgüzüşü onlarını ümit kılımı anda manda deyen nesini yazdı. Kur'an'dan başka kitaplarda var bu nesi hemmisi. Kur'an Allah'ın kitabı olganlığı için Allah Teala 5 yıl devletlik insanların bu doğru yolda başlayan kitap, başlayan buluşuda hiç kandak şek yok. Dep özü hiç kandak bir yerde özel acizlik yok bir kitap dep onu bayağı kuvvetli. Ama insanlar yazgan kitabın hemmesi nemi deydi dese en ahirki hesapta ben bu işini yazdım ama bunun kamkıp kalganı ya hata olup kalgan yerleri buluş mümkün. Yani insanlık ne oturdu devadı da adamın özü. Onun için hukuka adamlar bununla ehmiyet verip o konu diyen mana çıkı demdi. Ehmiyet veriş ne dese hatasını hata dep bilinla, doğrusunu doğru dep bilinla, hemmesi öz doğru bulmaslık mümkün diyen gependi. Aşının özü qarısı mı, yani aşıncılık yerine kallasını işletsin mi, toxtaptı o kitabın içinde bu insan yazgan kitap bolğandan çoxum hata näsi boluşu mümkün. O insan çoxum özü 100% doğru kılanmaydı. Ya ki hiç bolmasa kamyalar oluşu mümkün. Şunun için ben bunu biraz kallamla işletip okuyay degan narsa her bir insanda buluş lazım. Şu vaqtda onu doğru paydalana alaydı. Bir adamın özüne maxsus ustaz tutulip, o ustaz tutulgandan o adamın diyen gibi doğru olsun, hata olsun, hemmesini özü doğru dep itiqat kılgan boşundaq narsa bizni nihayeti evcep ketiklik. Onun için özü bu yer narsa nima degan vaqtda biz doğrunu bilishni maqsad qilishimiz lazım. Bir adamni ustaz qilib olishni emas. O vaqtda o devatgan adamning gibi doğru olsa onu qabul qila olamiz. Hata olsa bo'ldi, madamning ma degan gibi hata yoki o'maydi kallamda o'tmadi, kallasida o'tmasa ya o adamning o'zidan so'raydigan gap. Hata olsa ma hata, ma to'g'risi ma bo'lish kerak deb boshqa yerni izlanadigan gap, to'g'risini topadigan gap bu yerga. Shuning uchun bu yerdagi masala nima desa, biz bu yerda hozir so'zlayapmiz. Biz hech bir odamga ustoz bo'lish niyatimiz yo'q. Ya'ni faqat yetkazish niyatimiz var, orzuyimiz var, ammo anlagan qarindoshlarimiz agar bizni xato deb qo'ygan yoki kam deb qo'ygan yerlarimiz bo'lsa, shu videolarimizni ostiga yozib qo'ysa, chiroyli ilmiy usulda, u vaqtda biz uni kamyalar olsa to'g'rilaymiz, xato yerlar olsa uni to'g'rilaymiz. Agar o'zi tushunamagan yer bo'lsa, uni qayta tushuncha beramiz misol. O iliqi g'arbniki mushunda taraqqiy qilishi nima asosli qiliq ilm-fanda taraqqiy qilgan narsa shubhachi, savolchi. Bu biz o kadar nima qo'rqinchaqki hamda bu bizniki shu misolikilar. Savol hamda eng qo'rqinchli narsa savol. Bir nima qilib savol so'rashninki xislati o bu deb savolni so'zmaydan olib aburmaydi-da, mechu. Yani qoidalarni to'g'rilashchi buni. İbrahim Aleyhisselam'ınki hidayet yoluga qarab baqsaqma, onundan gumonlanib, bu shu Xudo'niki, bu shu nimniki debchi, Allohniki debchi. Ashuniki hidayet yo'lini bizga tushuntirib qo'yarlar. Hatta ba'zida payg'ambarning ba'zida o'zidan shu bilinadigan
ruhi haletlerini Kur'an-ı Kerim'deki ayetler bilen çıkarıp koyarlar, dep koyarlar Allah'ça hatta şu. Doğru. Şuna da bu tabi üzüdün şüphelendiğin yani onun doğru mu hata mı depçi. Hatta Musa Aleyhisselam'ın mı Allah ben seni bir köysem dese nime değilik ayet yine bağ olmasın şu. Doğru. Ve sen işemem de ya kadar hemen. Benim kalbim tekeme tatmin olsun değil mi ya? Tekeme bek çok kurup nime olsun depçi. Buların hemmesini bakalım demeydi hem de Allah'ça. Yani haklarında sual soraştan korkuduğun, aynı kılıp etkenlikin, böyle tuğanı aldığına selip, kemigen kemkinge, Şunun yemigen uchun taraf. bu diniy soat o'qigan insonlar Hmm. kamtar bo'lishi lozim, o'zi hamma narsani bilib ketgan, boshqa odam ishni bilmaydigan anda his qilmasligi lozim, o'zini undaq hisoblamasligi lozim. Hammani biladigan faqat Alloh ekanligini inson bo'lish sifatimiz bilan har qancha o'qisakmi, boya biz yuqori deb o'tgandek, jiq bilib ketsakmi, eng o'z jiq bilib ketgan odam dunyodagi ilm daryosidan bir kichkina bir jingni uchi tekkandagi uchidiki o'zi bir suvchilik, bir namlikchilik ilmni ep bo'laldim, ep bo'lamadimmi? Mushuning o'zini his qilish lozim. Chunki dunyoda bir tal daraxtniki bir tal yopilmag'ining o'zida qanchalik ilm bor misol. Bir tal mevasida qanchalik ilm bor. Misolda bir tal tuproqda qanchalik ilm bor. Bu bir tal tumaning pochasida qanchalik ilm bor. Bundaq narsalarni biz his qilgan vaqtimizda u biz o'qigan ilm deganni u bek oz narsa endi. Shuning uchun bu yergi narsani nima degan vaqtda to'rttal arabchaning o'zini tarjima qilishni bilib yap lekin unidagini o'zi butun dunyodagi ilmning hammasini men bilib ketdim deganlik bu eng ahmoqonlik, eng o'zi nodonlik bu. Shuning uchun bu yergi narsani nima degan vaqtda o'qishda chekiga yetib ketganligini hech bir zaman his qilmasdan davomli izlanayotgan odam ekanligini, davomli o'qiyotgan inson ekanligini o'ziniki his qilib turish lozim. Shuning uchun unda bo'lgan vaqtida u inson yangi bir nima yangi bir o'zi fikr yoki bo'lmaydi yangi bir o'zi ilmlar oldiga kelib qolgan vaqtda uni qabul qilishga eshik ochiq bo'lgan bo'ldi. Ya'ni kallasi ochiq bo'lgan bo'ldi. Agar hammani bilib ketdim degan vaqtda hamma eshik taqalgan bo'ladi. Yangilikni qabul qilmaydi. 1400 yil burungi zamonda yashayverdi. İdeya jihatda, ruhiy jihatda 1400 yil burungi zamonda yashayverdi. Hozirgi zamonda bo'layotgan hech qanday ilmni qabul qilolmaydi. Shuning bilan bu odamlar andakin hozirgi zamonga moslasholmaydi. Bu zamon u odamni ko'ziga sat ko'rindi. Bu dunyodan tezroq ketib jannatga kirib olsam deb orzu qildigan bo'ladi. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda har inson o'zining zamonidagi ilmlarni tushunishi lozim. U vaqtda o'zi biroz u odam bir ilm ahli bo'la oladi. Bana ochiq qilish kerakda, men piyal o'xshash. Men tunab qoldim bo'lsa, hech qanday narsa og'lanmaydi hali uchun. To'g'ri. Yo'q, men biroz shu kam qolgan yerlarim bor-ku meniki. Desam shu men bir narsa alaydim shu bo'lmasa shundaqlar ketib qolgan gap. To'laq shu. Shu ba'zilarniki piyolasniki osti tushqu. Shuni olib o ilm atrafni o'qiydi, madrasani eqib ketilgan gap. Shuni o hech bir zaman uning uchun o'zi o inson davomli u narsani kallasida saqlay oladigan bo'lish lozim. Üçüncüsü bu yerda Rasul haqida to'xtalmoqchidik. Hozir Alloh, Qur'on, Rasul oxirisida uchini birlashtirib xulosalaymiz. Rasul haqida Alloh taolo naytijiq ham Qur'oni Karimda nurg'un oyatlar bor. Men bir qancha oyatning o'zini dalil sifatida keltirdim. Alloh taolo Qur'oni Karimda Muhammadur Rasululloh degan bir oyat orqali Muhammad alayhissalomniki Allohning elchisi ekanligining o'zini e'lon qiliqliq. Bu o'zi Muhammad alayhissalomniki Alloh taoloniki elchisi ekanliginiki e'loni. Undan boshqa Sura Kahfniki 110-oyatida Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا degan mush oyatning o'zidimi nima deydi degan vaqtda payg'ambar alayhissalomga Alloh taolo yana Muhammad alayhissalomga Alloh taolo nima deydi? Men sizlarga o'xshashli bir odam. Meniki faqat o'xshamaydigan yerim vazifa jihatda yana
İnsanlık cihette emas, vücudu cihette emas mayadaki narsa. Vazife cihette yani o'xshamaydigan yerim nima desa, ilahukum annama ilahukum ilahun vahid degan bir o'zi vahiy mana ebirilgan bir kishi. Yani o'zi men Allohning elchisi. Allohning menga vahiy keltirgan bir yeri bor. Bo'lmasa jismoniy jihatdan, aqliy jihatdan, hamma jihatdan-chi sizlar o'xshashli bir odam deylik Alloh taolo nima? Payg'ambar alayhisolamga Alloh taolo mushun da deylik. Mushu nuqtada aytgan vaqtidami, misol men o Facebook'tan bir yozmani ko'rdim, Payg'ambar alayhisolamni tapın tekka yelni anda deb, manda deb degan shu bir hali bir ahli o'sha joyat degan bir insonlarning yozgan narsalari ki Peygamber Aleyhisselam'ın tapın tekken bolsunmu bir insanın tapın tekken ye dep bilişimiz lazım. O Peygamber Aleyhisselam'ın tapın tekkenligi için uya alayda olup kaldıgan bir narsa emasligini bilişimiz lazım. Fakat bu yerde alayda narsının nima ekanligini bilişimiz lazım degan vaqtda ennema ilahukum ilahun vahid degan vahiyla. Yani Allah Teala evvelgen düşürgen Kur'an-ı Kerim'de ibaret bu vahiy alayda bir narsa ekanligini ama o peygamber bo'lgan kishining o'zida elchi bo'lgan kishi faqatla normal insonlar bilan o'xshashli bir inson ekanligi bu yerda bayon qilingan Qur'oni Karimda. Shuning uchun bu yerdagi narsa nima desa, biz o'zi boshqa insonlar bilan o'xshash bir inson desak, u payg'ambarning darajasini to'valtyapti deb biz yo'l jadallashib uning o'ziga beyemancha o'zi pishti basat tariqliq. Chunki ular 2000 dan ortiq mo'jizaning o'zini o payg'ambarga tengib bo'lgandan keyin agar mandal qilsa o'zi suv chiqirgan, mandal qismi daraxt o'zi menib kelayotgan, mandal qismi bulut soy bo'lib kelayotgan bir o'zi fantaziyani o'zini payg'ambar o'lib ketganligini uning ashunda qilgan degan hikoyaning o'zini uning chaplagandan keyin u payg'ambar normal insonlik holatdan chiqib ilohiy bir inson holatga kelgan ekandi. Ilohiy bir darajaga yetgandi. Ashunda yetkazib olgandan keyin uni tövanga tushirmay avvar bo'lib ketgandi. Lekin Alloh taolo Qur'on nima deydi degan vaqtda Qur'onda o peygamber yani Muhammed Aleyhisselam yani Muhammed peygamber o fakat sizlerge o'xshashli bir adam. Fakat onunla Allah Teala'nın vahiy kelgan yeri var. Yani o peygamber fakatla. Yani insan buluştuğun sırtında onun berilgen bir vazife var. O ne mi dese? Elçi. Allah'ın onun vahiy kelgan, vahiyini kabul kılgan bir elçi. Yani Allah ile insanın arasında Allah'ın vahiyisini çok yetkizdiğin bir elçi. Dep özü Allah Teala bizge bunu bayan kılırlık. Şunun için bu yerdeki narsa nima degan vaqtda biz Muhammed Aleyhisselam bizga shu bir odam desak, uning o'ziga o'yincholar qaynab ketishga hojat yo'q. Qaynasak, uni xato degan vaqtda nima keldi bu yerda desa, Alloh taolaning oyati bilan jadallashgan bo'lamiz. Alloh taolo sizlarga o'xshash odam degan bu oyatning o'zinchi biz inkor qilgan bo'lamiz. Qur'on inkorchilar deyotgan inkorchilar mushundaq oyatni ko'rish kerak. Biz inkorchi ekanmiz yoki o'zlarimi misol. Adam demeyme lekin moşundaq vaqtda ichiga adam o'tib ketgandan digizkib qolganda ba'zan bir gapning o'zini. Ham bir Qur'onni yetkazayotgan, Qur'onni so'zlayotgan bir odamning o'zini murtad, murji, kafir, yahud, nasara qilishning nima ishti hozirgi vaqtda? Misol? Ulgu zaten burunlam şunda bir insanlarınki kildiğanlık doğruluk tuğanısını teyyar kıtırıp diken zaten biz kilişte burun buçup elhamdülillah. Yani bir özü ayetinin özünde Sürme ayetindeki 67. ayetinde peygamberge bergen vazife hakkında Allah Teala şuna deydi. Ya eyyuher Resulü kulını bellig ma unzile İleyke min rabbik ve illem tef'al fema bellagte risaletehu vallahu yasimuke minen nas innallaha la yehdil kavmel kafirin deydi. Ey elçi sen senin Rabbinin düşürülgen nersini yani vahiyinin özünü yetkiz insanlara. Eğer onu kılmasan o yetkizişten ibaret o vazifeni sen ada kılmasan fema bellagte risalete. O sen elçilik vazifesini ada kılmagan bolsa. Elçilik vazifesini ada kılmagan bolsa. Birinci nemesi. İkinci manisi buniki Allah'ın risaletini yani Allah düşürgen vahiyini çoğu yetkizmegen bolsa. Vallahu yasimuke minen nas. Allah seni insanlardan saklaydı. Muşunda qığa vaxtında Allah Teala seni insanlardan saklaydı. Yani doğrunu yetkizgen vaxtında o doğrunu
e'tirof qiladigan, uning ishonadigan, uning ergishadigan insonlar chiqadi. Chiqqandan keyin u insonlar san kuch berdi, u orqali Alloh taolo seni saqlaydi. Ya'ni bu yerga deyotgan oyatning mazmuni bu. Nima uchun buni Alloh taolo yetkaz deyotdi? Alloh taolo o'zini bevosita simni ulab, lekin u mengisiga ashni yetkazvasi bo'lmamdi. Bu yer Alloh taolo shuniga nim qilib, ma to'van nima deydi? Innalloha la yahdil qawmal kafirin. Alloh kafir qavmni to'g'ri yo'lga yetaklamaydi. Ya'ni insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklash Allohning vazifasi emas degan gap. Alloh taolo o'zi deyotdiki, mening ishim emas bu. Men Qur'onni sana tushirdim. Men hidoyatni iborat va Qur'onni sana tushirdim. Sen shu hidoyatni kishilarga yetkazish orqali u insonlarni to'g'ri yo'lga yetaklaysan. Yoki to'g'ri yo'lni ko'rsatsan insonlarga. Deyotdi-da. Uning uchun bu yerdagi narsa nima desa, masalan bizniki burun o'qigan aqida kitoblarida hozir shu Tahoviy degan shu aqida kitoblardan bor bu narsa, Al-Iymon degan kitoblardan nurg'un aqida kitoblarga munosabatli oyat nimaniki, kitoblarning 199 da bor bu. Alloh taolo tövfiq orqali, ilhom orqali shunday o'zi hidoyat qilganligi to'g'riliq, shunday o'zi narsalar bor. Bu butunlay shu so'zlarga, shunday e'tiqodga raddiya. Chunki nima qilsa, u e'tiqodlar u payg'ambar alayhisolamdan burungi Yahud Nasaralarning e'tiqodidan bor narsa. Bo'lganligi uchun shu Makka mushriklardan boti, har narsa Allohdan keladi. Alloh o'zi bizni to'g'ri yo'lga yetaklaydi. San qoldi men bu ishlar deydiganda gaplar bo'lgandan bu yerda Alloh taolo nima deydi desa, kofirlarni Alloh hidoyat qilmaydi. Hidoyatni men berdim. Uning o'zini men Muhammad yetkazyapti. O o'lib ketgandan keyin bu hidoyat qilib qoladi. Uning o'zini insonlar o'qish orqali hidoyatni o'zi topadi u yerda. Degan gap endi. O Şerut Tahavi degan deb qoldilar. Ash kitobda 4-5 xil nimasi bor ekan. Bu Sofilarning o'zining ayrim bir Tahavining sharisi bor ekan. Yine başka dindikiler, başka mezheptikilerin öz aldığı Tahavi itikat kitabı var ekan hamda. Onun hayran kaldım değil mi? Hem de her bir grup insanlar o'zi qarta bir ayrim e'tiqod yoritdiqda. Bu e'tiqodning beshiga islom e'tiqodi yoki bo'lmaydi deganga o'xshash shunday bir shu Qur'ondagi go'zal bir ismning o'zini qo'yib u yerga uning ostida nurg'ulg'an xato narsani o'ynab ketdik misol. Uni islomdan iborat, ya'ni Qur'on, islomniki manbasi bo'lgan Qur'onga uni selishtirgan vaqtida u hech bir zaman Qur'onga to'g'ri kelmaydigan bir narsa. Shuning uchun bu yerda bizniki devatqinimiz nima degan vaqtida Alloh taolo hidoyat deb Qur'onni ko'rsatdi bizga. Qur'onni berdi. Qur'on insonga yetakchi bo'lgan, yetakchi bo'lish hech qanday shak yo'q. İnsanı necatlıqqa apara oladigan shunday bir kitob ekanligini Alloh bizga tunishtiryapti. Amaliyotda buning eslgan insonlar o'z vaqtida necatlıqqa erishganligini bizga Alloh taolo dalil qilyapti yani. Yusabbitullohu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya va fil oxirat degan oyatmi ashnaga dalolat qiladi. Shuning uchun bu yer nima degan vaqtida bizni necatlıqqa erishtiradigan, necatlıqqa apara oladigan narsaga shunday bir sistemaga biz ergishishimiz lazım. Şu vaqtda biz bu hozirgi xorliqdan qutulalaymiz degan gap. Bo'lmasa bu halqi Arabning hikoyalariga, cho'chaklarga ishonish orqali hech qanday bir narsaga erisha olmaymiz. Zaten erishamadik-ku. Asrlardan biri, yillardan biri olsun mayli bu narsa. Asrlardan biri bizga ziyondan boshqa narsa ekanmagan narsalar bu. Uning uchun biz millat buning o'zini nima qilish lozim? O'ylanish lozim. Bir narsa Arabcha yozilib qolsa, u narsa zot Allohning so'zi degan yoki Allohning so'zimikin degan bundaq narsani chiqish lozim millat. Allohning so'zi Qur'oni Karim, undan boshqa hech qanday bir so'z yo'q. Undan boshqa hech qanday vahiy yo'q. Uning uchun bu yerda biz bu yerda insonlar, ya'ni Qur'oni Karimga kelgan vaqtda, Qur'oni Karim o insonlarga to'g'ri tushuntirilgan vaqtida u hozirgi o'zi Arab mustamlikasining ideologiya sohasidagi Arab mustamlikasidan qutulgan bo'ladi. O'zi mustaqil bir Uyg'ur bo'ladi. O'zi mustaqil bir vatanni aslay oladigan inson bo'ladi. Buning uchun bu yerdagi bizning tub maqsadimiz nima degan vaqtda Uyg'ur, ya'ni haqiqiy Uyg'ur ideologiyasini yana barpo qilish. Bir narsani
Uyg'ur tafakkur qiladigan holatga kelish millat. Hech bo'lmasa Uyg'urning manfaati uchun bir narsa o'ylanadigan holatga kelish. Ya'ni milliy mafkura deydi buning o'zini. Buning o'zini yoritish millat. Arabniki tafakkur qilishni tashlash lozim. Arabniki bu hikoyalar bilan masalani hal qilishni tamoman tashlash lozim. Bu hikoya hech bir zaman masala hal qilmaydiki, aksicha u masalani tamoman mujmallashtirib o'tadi. Yani şunun için zaten bu meselini hal kılanmagandan keyin buning o'zi tanib berish lozim. Bu narsa hidayet, yani Allah Taala bizga tushirgan hidayet emasligining o'zini, bu Arabning hikoyasi, Qur'ondan boshqa hech qanday hidoyatning yo'q ekanligini biz his qilishimiz lozim. Yani Qur'oni Karimda Allah Taala payg'ambarga shunday deydiki, El-Haqqa suresiniki o'zi 38. ayetin 52. ayetigacha ama uzun yani ettim hemen. Boşuna özde fela uqsimu bima tubsirun ve ma la tubsirun innehu la qawlu rasulin kerim ve ma huve bi qawli şair qalilan ma tu'minun ve la bi qawli kahin qalilan ma tezekkerun tenzilun min rabbil alamin ve lev teqavvele aleyna ba'del aqavil la akhazna minhu bil yemin sümme la qata'na minhu'l vetin fema minkum min ahadin enhu hacizin diyen moş ayetinin özü nimde deydi dese Allah Taala qasam qilib turib bu Qur'oni Kerim la qavlu rasulin kerim bir o'zi hurmatlik elchiniki so'zi. Hurmatlik elchining so'zi. U shoirning so'zi emas. Yani Peygamber Aleyhisselam deyaptiki, u elchiga biz tushirgan so'z, u shu elchining og'zidan chiqqan so'z, u Muhammed Peygamber'den ibaret şu elçinin ağzından çıkan söz, o Muhammed hiçbir zaman şair emas deydi. Çünkü Muhammed Aleyhisselam 40 yaş kirgeçilik, misal hiç kandak bir yerde şairlik kılıp, bir yerde şiir aytgan bir narsa yok. Mesela Peygamber Aleyhisselam'daki tercümanını okuyan adam da bunu bildi. Valla bi kavli kahin, yani o kahinin sözü emas. Remballınıki sözlerim emas. Qalilan ma tezekker nima? Ayetning o'zida va ma bi qawli shoiri qalilan ma tu'minun. O shoirning so'zi emaslikka ozroqmi ishonmamsizlar aytdi Alloh taolo. Va la bi qawli kahin qalilan ma tezekkerun. O kahinning so'zi emasligini kichkina o'ylab boqmamsizlar sizlar deydi Alloh taolo. Demek o Muhammed Aleyhisselam peygamber buluştan burun, ben peygamberlik vazifesi berilishdan burun şairliğim qilib baqqan bir adam emas, kahinlik qilib baqqan bir adam emas. Onda qo'ygandan keyin kahinlikni bilmaydigan, shoirlikni bilmaydigan bir adam. O nima u vaqtlarda tanzilun min rabbil alamin. Bütün alemdeki Rabbi olan Allah'ın düşürülgen bir söz o. Bu yakun, yani hulası bu. Yani. Bunu sen Muhammed Aleyhisselam'ın ağzından çıkan bozu mu? Lakin Muhammed Aleyhisselam kim düşürdü diye vaxtının özünde sen onu bilişin gerek ki bütün kainatını yaratkan Allah düşürgen söz o. Hem de Muhammed eğer öz nemistin tuğup onun özünü çıkargan bolsa, öz devagan bolsa dese, o vaxt Allah Teala bunun cevap verip bunda deydi ki وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَوِيلِ Eğer o Muhammed bizge bir sözünün özünü tuğup çıkan bolsa din dep, yani din namı da, yani manım Allah Teala düşür dep özünün konudan bir nesini tuğup çıkan bolsaydı لَاَخَزْنَا مِنْهُ بِالْيَمِنِ Biz onu öz kudretimiz bilen özü alakkan bolattık. Yani kandak alakkan bolat dedi. Kandak alakkan bolat dedi. Allah Teala bu yerde biz kendi cevap verip şunda dedi ki sümme lekatana minhul vetin. Bu bayan bu yerde ki. Yani biz halak kıvetişimiz onu ki gerentumurunu üzüp taşlaş arkalık halak kıvatkan bolattık. Şu vakit diyor ise pema minkum min ehadin enhu acizin. Sizlerden hiçbir insan o vakitte o Muhammed ile bizim aramızda ara turamağın boladı. Hiç kim bu bizdeki halaketimizni tutup kalanmaydı. Biz onu aşında halak kılıp atattık. Hem de Muhammed Aleyhisselam'ın Allah Teala halak kıvatmaptı hem de. Geren tumurunu üzüp atmaptı. Öz eceli öyle ölüp gitipti. O vakti neyme degan xulosa dese, Muhammed Aleyhisselam Allah Teala'nın dini hakkında hiç kandak bir nersini to'qimag'anligini ki ispat aşağıdan ispatlanıp çıkardı degan gap. Bu Muhammed Aleyhisselam Qur'oni Kerimning sirtida men o'lib ketgandan keyin 200 yil keyin mushundaq bir men to'g'riliq bir narsa
o'zi o'tirg'i chiqsa, bir rivoyat o'tirg'i chiqsa, uning o'zini din qilib oling degan to'g'riliq hech qanday bir rivoyat yo'q. Payg'ambar alayhisalom bunday narsaga yo'l qo'ygan emas. Bu şu ayetni, bu şu en ahirgi kısmını okup ben acayip bir xil bo'lib ketgan şu. Yani şok deb qo'ydiga bağlı şok edici deb qo'ydiga. Yani elektr soqqandek manimcha elektr tok tip etgandek. Hayron qolgandisizlar, taajjublanib hayron qolgandisizlar. Bu ayetni o kadar eğrilikini canım. Muhammed Aleyhisselam qanday götürüp tuğladı şu. Elbette. Edem bazı ayetteki tahlillerini Muhammed Aleyhisselam deyilgen gaplarni okugandan kim insan bunda teəccüblenmey, bunda çocuğumay turalish mümkün emas da şu. Elbette. Moşunda ayetle batırılık bu haklarınki andak gaplarni qilalishi ham şu. Edemle hayran has qaldı. Eğer Allah Taala Qur'oni Kerimni, yani Allah'ın dini hakkında bir narsani o'ydigan odamni men garantimurni uzib etgan bo'lardim degan bir va'da so'zib qolgan bo'lsa, hozir dunyoda 99% mo'lla qolmaydi. Hammasini garantimurni uzib yo'q qilib etgan bo'lardi. Chunki Allah haqqida, Allah'ın dini haqqida mo'shunga o'xshash nurg'unlagan ashundaq o'zi Allah'ın dini haqqida, Allah'ın dini to'g'ri kelmaydigan narsalarni to'qib chiqishliq. Bayat mesela aqida sohasida so'zladik. Dedik birinchi gapning o'zini. Bu aqida bilan tugmaydi u narsa. Ahkam sohasida bor bu narsa, muomala, siyosat, har sohaga ashundaq o'zi birmuncha hikoyani to'qib, Qur'onda hech qanday bir dalil isbot yo'q. O'ninga ehtiyoj bo'lib qolsa, payg'ambar alayhisalom mandaq degan bir hikoyani yezib lekin uni oldiga qolan nabiy degan yezib qo'ysa, u hadis bo'lib chiqayotgan, u payg'ambar javob bergan bo'layotgan. U yer Allah Taala cevap veremeydigan holat tushib qolganda bundaq bir o'zi nim bo'yamdi. Yani bu oyatning oxirisida va innahu latazkiratul lil muttaqin. Xatolikdan saqlanaman degan insonlar uchun bu bir xotirlatmadir. Yani nasihatdir. Yani her bir inson men xato ish qilmasam bo'ladi, to'g'ri ish qilsam bo'ladi desa, bu Qur'oni Kerimdagi nasihat, Qur'oni Kerimdan iborat bu nasihatni anglagandan keyin u yo'lini to'g'rilab, o'z to'g'ri ish qilish tarafiga mang'alaydi deydi Alloh taolo. Yana o'zi Alloh taolo Sura Baqarniki 79-oyatida Fawailul lillazina yaktubunal kitaba bi aydihim summa yaqulun haza min indillah liyashtaru bihi samanan qalilan fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun degan mush oyatning o'zimi deydiki, bu dunyoda hamda shu berganlik to'g'riliq bir jazosini bergan to'g'riliq bir oyat yo'q ekanda, agar dunyoda bo'lgan bo'lsa, koshki. Hozir bu kazzobning o'zi hammasi yo'q bo'lib ketsa, millat to'g'ri yo'lga mangan bo'ladi-da. Yani bu oyatda shunday deydiki, qo'llari bilan yozgan narsani bu Allah'ın dergahidan, yani Allah'ın dini qilib ko'rsatgan odamlarning-chi holiga voy. Yani o'zi qo'li bilan yozgan narsaning o'zini ma Allah'ın dergahidan degan odamlar Allah'ın dergahidan nima bo'ldi desa, birinchi vaylun degan do'zax kirdi degan gap, ikkinchisi qiyomat, yani dunyo va oxiratda holing qanday bo'lib ketasiniki, mushundaq o'z yolg'onni to'qisang, bunda xato narsaning o'zini o'tirib chiqarsang Allah'ın nomida, Allah'ın din nomida degan gap. Bular nima uchun shuni qiladi desa, lashtaru bihi samanan qalila. Ozg'ini pul tepish uchun. Bizning mo'llal nima qiladi hozirgi vaqtda? Ozg'ini pul tepish uchun, yani dunyolikni tepish uchun atrofiga shu bolaning o'zini yig'ib olib, ko'rsatish orqali u pul nereden kelyapti? Hozir mana u Turkiyaniki kanalimiki bir narsada uni xuloslab chiqibdi. Ular bir yerda yoki do'kon ochmaydi debdi, yoki bir yerda ishlamaydi, ammo uyning nochisi o'ltirdi, tamoqning nochisini yeydi, uyning nochi bizib olgan, ostida nochi mashina va bular pul nereden keldi debdi, shu kanalning o'zida. O yegan narsani, ichgan narsani kuzatayotgan yeva Xudodan boshqacha yana kuzatayotgan hukumat bor u yerda. Yevog'imiz hammasi bizga hisob bo'ladimi deb o'ylab qolmasin. Buning o'zincha ko'ztib oxirisida o'zi andakin o'zi bug'doylardan qilib o'tkazmaymiz degan bir yer keldi bu ish. Ashlar o'z Qur'onni kursi ochdik, u qildik, bu qildik deb
boshqalarniki balajaqisini yig'ib olib, u balani hozirgi zamon ilmlaridan mahrum qo'yiqliq misol. Turkiyaniki İmam Xatib degan maktabga bersa, shu İmam Xatibning o'zi dinni o'rgatadi. Misol, har haftada 4 soat demdi din o'rgatadiki. Qolgan o'zi kunlari, qolgan shu 4 soatning sirtida hammasida o'zi hozirgi zamon ilm fanlarini o'rgatadigan gap. Demak, bolalar ham dindan ham fandan xabardor bo'ladi. Yani hozirgi zamonga loyiq inson bo'la oladi. Ammo bu insonni degan vaqtda bu kursga chiqib olgan bu odamning o'zi shu nimaning o'zini shu rivoyatni o'qitish orqali buningdan 1400 yil burungi insonga aylantirdi o'zini. Bizniki o'zi yuragimizning chizmay ketayotgan yeri shu. Bizning insonlarimiz shu hozirgi zamondagi insonlarga o'xshash inson bo'lish haqqi bor. Bo'la oladi amaliyotda. Boshqa insondan hech bir zaman aql jihatda to'van emas. Ammo shuni bo'g'izmayotgan, har xil narsalarni banaq, har xil yo'qlan narsani qo'rqitib, hali qabr azobi deyotgan, hali bilim azobi deyotgan, hali bijma deyotgan, hali Xudo o'zi ani qildi, mani qildi deyotgan, ashtaqqa yurib qo'rqitib insonlarning o'zini, uningdan uning o'zini baljaqisini ashaga yig'ib olib, uni Qur'onni o'qityapmiz, Qur'onni yodlatyapmiz degandek shunday narsalarni o'tirib chiqarish orqali o'ziga dasmi, yana boshqa yerdan pul keladigan qarta dasmi qilayotlik, bu narsa kimning ishiga yaratdi degan vaqtda buningdan hech bir inson xo'shuvlik emas, faqat Xitoy xo'shuvlik qilmadi, Xitoy. Chunki biz qanchalik nodonlikda qilib qolsak, Xitoy u qadar xo'sh bo'ldi bizdan. Yani Sharqiy Turkistondan iborat shu davlat shu territoriyamiz, shu vatanimizdan chiqib ketgan vaqtdimi, ya'ni erkin azod yashaydigan bir dunyoga chiqqandan keyinmi, ya'ni kallasini bir turkum insonlar chirib verish orqali millatimizniki hozirgi vaqtdagi zamonaviy ilmlardan mahrum qoldirish, zamonaviy zamonga loyiq inson bo'lishdan mahrum qoldirishdan iborat bunday bir suiqasdning o'zini qiliqliq. Buni o'zini o'tirib so'zlagandan keyin u bizga kaydimga qalpoq qanmoqliq misol. Shuni o'zini bilmaydigan odam yo'qmi? Azroq o'qigan odamning hammasi biliklik buning o'zini. Ziyolilarmi biliklik? Ziyolilarga xap bo'lgan yerlarim bor. Nima uchun degan vaqtda bu ziyolilarmi shunday namoz o'qiydigan bo'lib qolgandan keyin so'pilishib ketadi ekan hammasi. Shu mehrab turgan bir ashadagi savodsizlikni so'zlayotgan gapini to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, 5-ni gildan ishib ashad o'ltirib anglab chiqadi ekanda, to'g'ri bo'lsin, to'g'ri ma'qul. Xato bo'lsin, ashadagi bir eg'izga qilib, qarim, ma gapning o'zi qanday gap, ma digili yaramaygan gap. Yani bunu da ben şunu bir deymenki ziyolilarimizni kallasini silkish kerakki, to'g'rini to'g'ri, xatoni xato deyalaydigan bir yurak bo'lish kerak. U yer deyotgan arab gapning hammasida u Xudoning so'zi emas u. U Allohga, Allohning diniga, Allohning payg'ambariga chaplagan bo'xton, yolg'on gaplar chiqib uning ichida. Masalan, men davomli deyman, shu nimaniki Turklarniki jamiyasiga kirsak, Cuma kunisi xutba o'qiyotgan vaqtda imom deydi. Asha rivoyat o'qigan vaqtda qol ev kema qol deydi. Bu nima degan bo'ldi desa, u payg'ambar alayhisalom shunday degan yoki shundaqroq bijman degan. Tutam yo'q bir gap. Shunday degan yoki shundaqroq bijman degan deydi-da misolda. Shunday gapga ishonamizmi endi bu yerda? Shuning uchun o'zi her qanday mayli diniy sohadagi insonlar bo'lsin, mayli ziyoliy sohadagi insonlar bo'lsin, bizniki xalqimiz kallasi silkib o'tish lozim, to'g'riga to'g'ri deya olish lozim, xatoni xato masini deyotganing, qilayotganing xato deya olish lozim. Avlodlarimizni ashunday yerdan qutqizib olishimiz lozim. Ularniki dasmi qilib ularning o'zini vayron qilib o'tishga yo'l qo'ymasligimiz lozim. Buningga yurakli insonlar o'tirib chiqish lozim. Nima chiqmaydi buningga? Bizdeki bu namoz to'g'risida 3 vaqt namoz va Qur'onni degan o'tirib chiqarib qo'yganligini ashni deb qo'ygandan keyin ashno'l jadallashlikki u yerdagi insonlarniki shunchalar vayron bo'lib ketishidan hech qanday odamniki nimasi yo'q, chatiq yo'q. Sen bizlar jadallashgan shu insonlarning o'zini shu yerdan chiqarishga, ya'ni insonlarimizning o'zini to'g'ri bir yo'lga yetaklashga, to'g'ri yo'lni kuch chiqarsachi be. Nechilni yanqisi haliga chiqib bulanmadik.
Aşı etrafında işliyor mesela şu. Sili Hmm. kendine sili çıtıla. Yeni şu. Hmm. Ama hazır hem de kopap aşı bir bu namazın zekat saati yok, vakti yok. Diğerlige Kur'an-ı Kerim'de. Köstü benim namazın vakti var ki o adamı 5 tep tutukum. Seni 3 tep tapkallarım yine burunmu çakaletini kılıp bilmelen yizipten düşüp. Efendim, hakiki erkek olsa tamam. Ekranga çıkıp, nam ya, başkalarga nait çoğun alım bolgandan keyin, disi olmam, yetkisi olmam neçe vaqtın yanqısı. Şunda tırışıp Elbette. baktım yani şu. O gapni qilmada, yani o endi selega bu vazife selega tushgandan keyin, selamni ko'kragiga kirib chiqqandan keyin bo'layotgan ishlar endi shu odamni aqli ajoyib. Ben şöyle Aqli bayan dedim. Misal e, namazdaki hı, 3 dal namazın ismini taptık Kur'an'ın özde. Vaktini hı, 3 dal vaktini taptık. Tamam. Eğer şundak ben bilip ketken adam da olsa 5 namazın ismini teppesin Kur'an'ın özden 5 vaktini özünü teppesin. Ben şöyle ben hatalışıp ben bayette ben epo sorayım moş ekranın özde epo sorayım dedim ki ben. Yani ne mi değişim gerek hı. böyle? Allah'ın Şunun özgü için emanet. belki neyse ne mi diye vaxtında bu ılkı toğru hata demez mesele. Müteessiflik, radikallıkta. Bu yerki neyse kallısını toğru işletmey, bu ılkı hata nesini öz kubul kılıqlık, o nesini davamlıq toğru dep, his kılıqlık. Ama toğru olsa, sen onu Kur'an salırsa din olğan ekin, Kur'an'da şu nesi bolsa bağ oldu. 5 namaz yok olsa, Kur'an'da bulmasa o vaxt sen məxsus 5 namaz degen nesini özünü oydurup çıkırış gerek mi? Kur'an'da bulmasa kımma o nesini özünü. Kur'an'da bulmagan nesini Allah Teala hesap almaydı. Hmm. Bir yere varsam 10 kol tamak yiyiş var mı Kur'an'da? 10 putuna kiriş var mı? Kur'an'da o nes yok mu? Sen sol kolun olayamsa, 10 kolun olayamsa Allah Teala onu da hesap almaydı. Sen fakat haramını yevamsan buldu. Hmm. Mesele bu. Gayet mühim. Mühim gap. Bayatılı Seminen Kalila degan ayet okudular. Öyle ayet şu. Hmm. Az pulu satmasın dep şu. Hmm. Yeni bir sigara süre Yasin'de uzak bir yurttan şehrin sırtındaki bir yerden ki Hmm. kilep özünün kalmaya değdi o. Bula hiç kandak ücret, hiç kandak bir hak talep kılmaydıgan kişilerge ergişin varıyla. Hmm. Değil mi? Doğru. Endi bu biz birazını bu programda kılganga yoki bu gaplarni kılganga bizga birisi hak vermeydi. Ama Sizga Angliyada Angliya'da maaş nefir verilgan. ötüptü, Angliya'nın yöle ötüp de mandak nesini koydu bu bula. Hiç bir adamga böhtan çaplaştın, karı çaplaştın, yalgan gap qilishtin. Hiç bir zaman özü teptatmaydı bula. Çünkü bula Xudodan qo'rqmaydi. Onun Şu için bula gapni her qanday gapni qilishdan yanmaydi. Sakal bir vaqt aş- tutgan odam, bizdan 15-20 yosh cho'ng odamning o'zi ashunday Hı, turug'lig'in shu Angliyadan buni meni Angliya ish qilyapatamish. hı, Sen hı. buni hech qanday daliling bor misol? Muşu Agar meni gapni ish qilgan qilishdi. bo'lsa, maoshimni bergan bo'lsa, bu yerda bir ishxona tutib bergan bo'lsa, men nima degan huzurlanib turib nima so'zlatdim buning o'zini? Hı. Shuni erishamayapman-ku. Muşu gapni ispatlayamaydiganligini özleri bilmemdigandı bu. Allah'ın aldırma kıyameti şu. Her bir sözümüzden javobgar bulduğanlığımız ne? Bu Kur'an okugan, bu özlerinin hadis kitaplarından bağımlısı şu. Ama en güzel ahlak. Kanun ve ahlakımız şu. Bu kadar töhmet bilen hem de sen neye güvenmek şu. Allah bu şimdi Allah başka bir Allah'a şey demiş. Özür dilerim şu. To'g'ri. Bu odamlar endi Ama Allah'ın tileyimiz, davamlı biz chiroyli gap qilamiz. Biz o'qibli qo'ymasdan uni bilish bilan oxirlashtiraylik. Bilsak, o bilim eng oxirgi berib Qur'oni Karimdagi haqiqat bilan yuzlashidi, o'zimizni qutqizadi, atrofimizdagini qutqizadi. Shu vaqtda biz dunyo va oxiratda nijotga erisha olamiz. Yani bir ayetin özde Sure Yunus'daki 69. ayette Kul innellezine yefterun alellahil kezibi la yublihun diyen ayet var da. Hı. Allah Teala'ga yalganı tuğan adamlar mengo özü o adamlar nicatlık erişemaydı. Biz şu Allah'a, Allah'ın peygamberine, Allah'ın dinine çaplangan iftira yani yalganın akısını mangalığımız için
yalğan dinning orqasidan manganligimiz uchun, o'ydirilgan dinning orqasidan manganligimiz uchun bizniki kunimiz bu bo'ldiki, biz nijot topolmadik. Agar biz nijot topamiz degan vaqtda qanday qilishimiz kerak degan vaqtda Sura Baqarniki 2-oyat hudal lil muttaqin degan oyatning oxiri ulaik ala hudan min robbihim va ulaikumul muflihun. Ya'ni Qur'oni Karimni o'zi yetakchi qilgan odamlar nim bo'ldi ekan, xatolikni saqlangan bo'ldi ekan, xatolikni saqlangan odamlar nim bo'ldi ulaik ala hudan min robbihim. To'g'ri yo'lning ustida bo'lgan bo'ladi ekan. To'g'ri yo'lning ustida bo'lganlikni nim bilan isbotlaymiz degan vaqtda va ulaikumul muflihun. Nijot deb so'zlan. Biz agar ishimizda g'alaba qozonsak, yo'limiz to'g'ri ekan degan gap bo'ldi. Agar biz ishimizda g'alaba qozonmasak-chi, biz xato yo'lda ekanmiz degan bo'ldi degan Alloh taolo bizga buni ko'rsatyapti. Shuning uchun biz mag'lub bo'ldikmi? Hozir mag'lub bo'lganligimiz aniq-ku. Undaq bo'lgandan keyin biz yo'limizni to'g'ri tutanmaganligimizniki isboti bu degan gap. Ham bu vaqt kelgan vaqtidami hech bo'lmasa yo'limizga qarab boqishimiz lozim. Bu yerda biz to'g'ri ma'notimiz xatomi? To'g'rilashimiz kerak. Yunus 69 dedin mi hatta? Ben Yunus 100. ayette mi? Qo'shib o'qishini o'tinaman qarindoshlardan. Endi yana yuqorida bir deb o'tdik. Payg'ambarning vazifasi haqida. Payg'ambar desak ham hammasiga keladi. Nabiy payg'ambar, rasul payg'ambar hammasiga. Shuning uchun bu yerda elchi, ya'ni elchilik vazifasi elchi nimani so'zlaydi degan vaqtda elchilik yetkazadigan narsa haqida Qur'oni Karimda yana Najm surasining 3-dan 7-oyatigacha va ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyu yuha allamahu shadidul quwa zumratun tastawa va huwa bil ufuqil a'la degan mush oyatning o'zida bizga tafsil bayon qildi. Ya'ni u elchi o'ziniki yanchug'idan chiqaradi bir narsani so'zlamaydi. O'zining havoyi habisi bilan mandaq desam bo'ldigan o'xshaydi, bizning mo'lchaqlik o'xshash. Mandaq desam bo'ldigan o'xshaydi, bu xalqning o'zi oldi mandaq deb qo'ysam bo'ldi-ku deydigan bir odam emas degan gap. Uning mas'uliyati va ishi u. Shuning uchun u qiyomat kuni Allohning oldida hisob beradigan gap. İnsanlarning oldida o'zi hisob kitob qilinadigan gap. Shuning uchun u yer nima deydi desa, u o'ziniki havoyi havasi bilan so'zlamaydi. Nima so'zlaydi vaqtida in huwa illa vahyu yuha. Allamahu shadidul quwa. Ya'ni uningga kuchlik bir o'zi elchi, ya'ni bir ferishta uningga ta'lim bergan vahiyning o'zincha so'zlaydi. Ya'ni Allohniki elchisi bo'lgan, ya'ni Jibril, ya'ni vahiy ferishtasi uningga o'zi bergan vahiyning o'zincha insonlarga so'zlaydi. Boshqa narsa so'zlamaydi. Bu elchilik qildigan ish bu. U elchi Qur'onni tashlab qo'yib, o'ziniki ko'ngil tatgan bo'yicha, menga ham elchilik berildi, nima desam hisob deydigan o bizniki dodining dodijingi yoki shodijing emas. Bizga o'zi dodijanlik berildi, ham nima qilsak bo'ladi deydigan bundaq insonlar emas. Ya'ni Alloh taolo belgilab bergan bir territoriya va bir o'zi doira va shu doiradan chiqishga bo'lmaydi. Shuning uchun bu elchilar nima qiladi degan vaqtda faqat Alloh uningga nima vahiy ferishtasi bildirgan vahiydan boshqa narsani u so'zlamaydi. Yani o'zi Sura Baqara 170-oyatda va iza qila lahum ittabi'u ma anzalallohu qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana awalaw kana aba'uhum la yaqilun shay'an wa la yahtadun. Yani bu yerda hem qarshi tarafga qarta Alloh taolo deyapti, insonlar tarafga ularga Allah tushirgan narsaga, yani vahiyga, yani Qur'oni Karimga ergishinglar deyilsa, o insonlar nima deydi desa, biz ota-onamizniki yo'liga ergishimiz deydi. Evvelav kana abahum la yaqinu shay'an va la yahtadun. Ularniki ota-onasi aqlni ishlatib baqqanmidi va to'g'ri yo'lni tepib baqqanmidi deydi Alloh taolo. Bu nima degan gap degan vaqtda misal biz madaniyatimiz sohasida radikal turish gunoh emas. Aslında o'zi
özümüzdeki atlas koynaklarımızı, özümüzdeki doppullarını yaratmaydigan holatga chiqib olishimiz bu to'g'ri emas. Bunun radikal holatda biz bu özümüzün medeniyetini saqlash bu bizga nihoyatda muhim bir narsa, chunki bu Uyg'urlikning simboli. Ammo bilim sohasida aktiv turishimiz lozim. Atam mani degan yoki ota bobamiz mani degan deblekin shu yo'ldan chiqmayman deyish bu to'g'ri emas, to'g'ri narsa emas. Ota bobamiz agar u yo'lda xatolik o'tkazgan bo'lsa, u xatolikni xatolik deb qabul qilib shu bo'yicha menish bizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun biz kallamizni ishiltib, ota-onamizni qilgan ishi o'zi javobgarlik tortildi. Endi bizning kallamiz bo'lgandan keyin kallani ishiltish vazifasi bizga keldi. Shuning uchun biz kallamizni ishiltishimiz kerak, aqlimizni ishiltishimiz kerak. Şu arqılıq biz to'g'ri yo'lni tepishimiz kerak. Alloh taolo uning uchun bu to'g'ri yo'lning o'zi Qur'oni Karimdan iborat. Qur'oni Karimni o'zi Qur'oni Karimni yaxshi aqlingni ishiltib turib o'qigan vaqtingizda uningdan cho'qim o'zingni maqsad qilgan bir to'g'ri narsaning o'zini topa olasizlar deylik. Uning uchun butun o'zi har sohadagi qarindoshlarimiz hammasiga qilgan tavsiyalarimiz shu. Bizniki şu azap uqubat, shundaq o'zi nihoyatda dahshatli bir kunlarniki beshimizga kelishi, bizning xato yo'lda manganligimiz, xato bir dinning oqsiga kirib olganligimiz, uning uchun o'zi biz to'g'ri bir Alloh taolo ko'rsatgan to'g'ri dinga ergashishimizning nihoyat zarur ekanligini bu yerdan biz bilishimiz lozim. Aslında okunan hazırlık ayette hem bu başka ayetlerimi çıkan düşün. Ata-ananlar eğer sana hata yolda mangan bozçu, aklını işletmeyen bozçu. Bir yerde her zaman koda burundan kelgen dersilerden gumman bilen karışımız. Onu Kur'an'ın elgikidin, Allah'ın kitabının elgikidin ötküzüşümüz gerektiğini bizge. Şunu söyledi Allah. Onun için her zaman innovation deydi mi İngilizce? Yenilik yaratış taraftarda buluşumuzda. Atalarının yolu, atalarının dini, o da demez. Allah hiç kaçan onu demeklik. Yeni o İmam Ebu Hanife bergen pertva 1900 yıl, 1200 yıl akışı. Burungu terabi olan olsa sen onu ekilip hazırlık işletme. Yeni bir nas çıkamam sen. Senin aklın var. Aklın var şuna mı ya? Kur'an var. Allah'ın kitabı. Demek şu bir yerde şu. Biz kandaklatımızı isteriz daim. Bana da verdim. Vakit önümü yok. Hesap bulamadı hiç kanda bir alem. Ama bizim itikatlı bakın bu. Önemli din de vakit önü var ki biz üzümüzün cesedi bu dünyada yaşaydı. Ama 1900 yıl burunga seyahat kılımızda biz şu kendimiz aşağıda yaşaş kanımı kılıdı. Ya bir planlayız. Ya bu halatta bir vakti yaşayamayız. Doğrunu tapamayız. Böyle halatta kitibat edemiz. Çok işler. Hem de aşın devatkan adamlama Peygamber Aleyhisselam'a nispet verilgen şu yalgan rivayetini bazağı sep yaşavadı. Ama Peygamber Aleyhisselam'daki yegen tamakları, kiygen kiyimleri, katnaş vasıtaları hemmenin özüne okup hakkı tercüm kılıp verdi. Özü şu işinin birisini mi kılmaklık? Kolu qarsak iPhone 15 kolu da düşmeydi hazır bugünkü günün özde misal Samsung Galaxy'nin o 25-30'da onun koldu ba. Demek Peygamberniki zamanında yaşavatkan insanlar bundak nesini işiltişme asli hata. Özünü devatkan gibi özünü kıgaşımı doğru kelmeydi bu insanlarınki. Onun için onu özü keler katımda inşallah bütün özü peygamberlerinki sünneti nime degan to'g'riliq to'xtalamiz. Shuni hozir biz e'lon qilib qo'ydik. Shu e'lonning o'zini chiqarib qo'yamiz. Barliq payg'ambarlarning sunnati nima? Ashuni o'zini yozib qo'ysa bo'ladi. E'longa ashuni chiqarlar. Shu sunnatning o'zini biz kelar qatimda tafsili bir yaxshi o'tirib qo'yamiz. Nima qilishimiz kerak ekanligi, payg'ambarlar nima qilgan har zamonlarda onun o'zini biz shu vaqtda inşallah tafsil to'xtalamiz. Kur'an'da Allah'ın sünnetini ayetlerin bağı var mı şu? Sünnetullah'da. Peygamberinin sünneti xas sünnetke. Mesela özü to'qilgan sünnet mi yoki Allah ko'rsatgan sünnet mi shu vaqtda misli edataymiz ham u mavzuga kirib qolsak hozir mana bu mavzu shaxlab o'tirib ketib qoldi. Shuni vaqtga kelgancha so'zlaymiz. Bugun mana bu Allah'ın sünneti doğru yakınmaydı şu şunun şu.
Hani kıstırıp koydum arkadaşlıkçı. İzilip baksın. Yana o'zi yana bir payg'ambarga bo'lgan yana bir vazifa Alloh taolaning vazifasi nima? Alloh taolo u payg'ambarga bergan vazifa nima desa, yani payg'ambar va Allohning o'rtasidagi munosabat haqida bir to'xtalishda bu yerda. Alloh yuqorida biz tushundigan Alloh shu bir va bor bo'lgan Alloh u vazifa berguvchi zot payg'ambarga. Peygamber çoğusu vezip ağan bir zat. Yani bu yerdeki biz anlaştırıp koysak bulmaydı. Peygamber ayrım bir kitap düşürgen, Allah Teala ayrım bir kitap düşürgen Kur'an-ı Kerim'de ibaret. Peygamber mi onun yerişip yen bir özü yani din yen bir dinin özünü icat kılıp onun özü bir nesini kılan. Degендek bunda bir nesini peyda kılış o bütley hata. Onun için bu yerdeki nesini bilirse Allah Teala peygamberge vezip vergen elçilik vazifesi onun özü vehin düşürgen, o vehinin özünü insanlara yetkizmiş arkalık insanlara doğrunu görsüp koyuş. Bu vazifesini vergen. Yani bellik mavuzla ile giden. Yani bu Kur'an-ı Kerim'deki Sure En'am'daki 106. ayette İttabi ma uhiye ileyke min rabbike la ilahe illa huve ve ya'riz enil müşrikin diyen ayetinin özünde şunu bayan kıldı yani. Sen Rabbinden sana vehi kılıngan nesige egeş. Allah Teala bunu devadıdı. O vehi kılıngan nesi ne olsun? La ilahe illahu. Allah'ın başka hiç kandak ilah yok. Ya komaydı Allah'ın başka nese ilah emez. İlah bolanmaydı. Digen moşu özü ayetke yani moşundak özü vehiliğe egeş. Yani bir tal vehinin özünü bu yani bir cümle vehinin özüne misal keltirişlik yani Kur'an-ı Kerim'den ibaret bütün moşu vehiye egeş diyen gibi. Ve ariz enil müşrikin. Allah'ı şirk keltirişlerden çok sen jiraktı. Bu ne degan bo'ldisa, sen müşrik olma degan gap. Sen müşrik olma deganning o'zi, yani bu yerda Allohniki bor va birligini sen o'zi tuni uchun Allohning vahiysiga ergash. Ammo sen o'zingni hech bir zaman ilohlashtirmasan. U nima degan bo'ldi? Degan vaqtida sen o'zingni xohishini o'zini dinga so'qish orqali o dinni ayntadigan, dinning o'zini abjash qiladigan ishni qilma degan gap. Bu nuqtada aytgan vaqtida o payg'ambar alayhissalomniki o'zi hech bir zaman bir rivoyatlarning o'zi payg'ambar alayhissalomga nisbat berilgan bu rivoyat hech bir zaman dinning ichiga kirolmaydiganligi, dinning ichiga kirdirishning o'zi mushriklik ekanligini o'zini bildirdi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda Sura Hudning 5-da agar o'zi nimalqi Elif Lam Ra kitabın uhkimet ayatuhu sümme fussilet milletun hakimin habir Allah ta'budu illallah degan oyatning o'zida Allah'ın başkasındaki söz onun kirib qolgan vaqtda Allah'ın g'ayriga ibodat qilib qolganligi insonlar. Ibodat qilgan vaqt nima bo'ldi? Allah'ın başka bir narsaga ibodat qilgan vaqtda inson nima bo'ldi? Allah shirk keltirgan bo'ldi degan. Demak bu yerda Alloh taolo payg'ambarni mana mush ishni to'sib degan. Yani Sure En'am'daki 50. ayetinde "Kul la aqul lekum indi khazainullahi ve la a'lamul gaybe ve la aqulu lekum inni melek in ettebi'u illa ma yuha ileyye kul hel yestevil a'ma vel basir efela tetefekkerun." Muş ayetin özünde deydi ki Peygamber Aleyhisselam Allah Teala deydi sen ulağa meniki menin tabi Allah Teala'nın hazinesi var demeyme. Yani benim de Allah'ın hazinesi var demeyme. Çünkü ondak neresi yok benim diyen gibi. Vela alemul gaybe ve ben gaybini bilmeyme. Vela aqulu lekum inni melek. Ben melek yani perişte mi demeyme. Özel ben periş demesmen. İn ettebi'u illa ma yuha ileyye. Fakat ben bana vehi kılınan nesige erişime. Dep moşun deydi Allah Teala. Yani bu diyen gibi ne oldu dese menin de özü bütün Allah'ın hazinesi bakime hemen bilme demeyim. Çünkü ben hiç ders bilmeyim diyen gibi. Fakat Allah Teala bana vehi kılan nesini başka nesini bilmeyim. Yani özü ola alemul gaybe. Gaybini bilmeyim. Hazırda ne de vardı bu Mollullah? Peygamber Aleyhisselam opat boğandaki kıyamet kaim boğucu arlıkta Peygamber Aleyhisselam'ın belge haberlerinde vardı hazır. Mesela. Kıyamet yakınlaşınca andak olamış, falan vakti andak olamış, Şam diyarda andak olamış. Digendek özü
o Muhammed Aleyhisselam'daki ümmetleri 70 neçige bölünüp getirmiş. Ve keza aş haberin hemmesini Peygamber Aleyhisselam belirtmiş. Aldın ala haber öğretmiş. O hal ol ki Kur'an-ı Kerim'nin deytisi gaybni ben bilmeymi de. Emniyette Peygamber Aleyhisselam gaybni bilmeydi. Aldın ala. Yani bunun keyin keldiğin işinin özünü Peygamber Aleyhisselam bilmeydi diyen gepemdi. O da bilmeydi ise Peygamber Aleyhisselam bilmeydi de. Sen onaki özü dercisini düşürüp ettin deydi. O fırkatı Naciye'de Allah Teala o yerde o Muhammed sizlerge okşaş bir Adem deyiklik. Adem digerliktilla mesela men ya yenbesi ya yenbesi. Bunu da kim kişi bilemdi? Bilmeydi. Fakat tahmin kıldı. Moşundak kitebes dünya mandak buluş mümkün deydi. O ya şundak boldu ya bolmaydı. Mesela. Mümkün degen nersinin içine hemen eskirdi. Onun özü mümkün degen gapning özünden o adam gaybni bilgenlik kip çıkmaydı. Şu bu yerdeki narsa nima degan vaqtda u Peygamber Aleyhisselam nima o'zi vafot bo'lgandan keyin bo'ladigan ishlar haqida yoki bo'lmaydi shu hayot vaqtida palon mandaq bo'ldi, piston mandaq bo'ldi, 10 sahobaning o'zi jannatga kirdi degandek bu rivoyatning hammasi yolg'onligini o'zi ko'rsatdi. Yana o'zi sura 9-oyida Kul ma kuntu bid'an minar rusuli وما أدري ما يفعل بي ولا لكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. مش آياتنا özüm ne deydi Allah Teala dese وما كنت بدعا من الرسول. Ben peygamberlikten alaydı yeni bir nersini icat kayırım yok deydi. O ne degan gap dese o peygamber kiliş bir yeni iş emas degan gap. Meniki peygamber, Allah Teala peygamber kılıp yani el çıkıp evet geldiği bir yeni iş emez. Menotun burun nurgun peygamberler kelgen diyen gibi. Siz bunu hayran kavatamsızlar, o bunda hayran kavatak iş emez bu diyen gibi. وَمَا اَدْرِ مَا يُپَالُ بِي وَلَا بِكُمْ. Men sizlerge mana neyim bolduğanlığı ve sizlerge neyim bolduğanlığını bilmeyim. Kıyamet günüsü men cennet kirmem mi, cehennem kirmem mi? Onu bilmeyme. Ve sizlerinin neye bardığan, neye turduğanlığını bilmeyme. İnsanlar hazırındaydı o. Peygamber cennet kirip oldu. Bütün hemmesi peygamberin ki pişiki eslip cennet kirip olmak için onu şefaatini eslip durup. Vahal ol ki Allah Teala bu yerde peygamberinin özü devat dedi ki men manın neyin bolduğanlığını bilmeyme. Çünkü o peygamberimi Allah Teala onunla elçilik vazifesini beğendikken o normal adamındaki vazifesini onunki vazifesine çıkart eğir diyen gibi. O vazifeni tuluk ada kılaldı mı kılamadı mı? Kılıç yarıyadı kançılık hatalık ötkazdı. Kançılık kam özüne icra kıldı. Bunun hemmesi Allah Teala onu bildi. Kıyamet günüsü onun hesabını aldığan gibi. Şoň özü yani bir ayetin özünde elçiler ebirilgen kavm ve elçilerin hemmesi kıyamet günüsü meseleler tartıldı diyen ayet var. O elçi kalganlık için Allah Teala onun peygamberlik belgelliği için o bütün işler etilip onun hiç kandak sual sorak bulmayacak iş yok. Onun hesabı normal adamlıktan eğir bolduğan gibi. Çünkü vazif eğir olganlık için. Şunun için bu yerdeki nesne mi diye vaxtda biz özü o peygamberler hakkında to'qilgan o to'qilma rivoyatini peygamber moşunda deptike o kıyamet yakınlaşganda andak oldu mandak oldu cennet andak oldu cehennem mandak oldu diyen gaplarga biz işenmesligimiz lazım fakat Kur'an'daki işinişimiz lazım. İn ettebi'u illa ma yuha iley. Yani yuqorqi o'xshash men faqatla ma vahiy qilingan narsaga ergishime ve ma ana illa nazirun mubin. Ve men faqatla bunun ergeşmegen adamlarning özüne akıbetinden agahlandırıp koyuş vazifem ba deydi. Bunu ergeşmesen kıyamet günündeki halın sal çatak oldu. Bunun sen dikkat qilib qo'ygin dep koyuş vazifem ba meniki dep Allah Teala bunun özüne peygamberge devatıdı. Yani bunun asasen peygamber hakkındaki gayb yani berilgen yani o hazırki dünyada bundan keyinki vaqtlarda ve kıyamet günüdeki kıyamet günü hakkındaki berilgen özü peygamber hakkında yazılgan aşı rivoyatındaki hemmesiniki yalgan ekenligi 100% yalgan ekenligini muş ayetning özü ispatlap turdi degan gap. Yani bizdeki qarindoshlarimiz yani o'qigan
Arapça o'qigan qarindoshlar bundaq yerga diqqat qilish lozim yani. Yana o'zi Sura Yunusning 15-16 oyatlarida ve iza tutla aleyhim ayatuna beyinatun qalellezin la yercuna liqa'ana ati bi Kur'an'ın gayri haza ev beddilhu kul ma yekunu li en ubeddilehu min tilqai nefsi in ettebi'u illa ma yuha ileyye inni ekhafu in eseytu rabbi azabe yevmin azim. Moş ayetin özünüm nemdeydi diye vaxtda o insanlarga, o kafirlarga yoki shu Yahud Nasaralarga bizning oyatlarimiz o'qilgan vaqtida, hamma narsani ochiq tushuntiradigan oyatlarimiz o'qilgan vaqtida qalallazin la yarjun liqa'ana biz bilan uchrashishni umid qilmaydigan insonlar etti bi Qur'an g'ayri haza. Mush Qur'ondan boshqa bir narsani bizga keltirgan yoki av baddilhu yoki buning o'zini amlashtirib etgan deb mushundaq o'zi degan edi. Aşılağa sen şundak diyen ki ma yakunu li en ubeddilehu min tilqai nefsi. Men öz xahişim bilen onun özünü özgertenmayman. Onun özünü öz nefsimden keltir özemdeki koğundan çıkırılı bir narsani keltiremayman. Menmu in ettebiu illa ma yuha ileyye. Menmu faqatla manga qilingan vahiy qila erişime. Men o özemli koğundan bir narsani çıkırıp özemli xahiş bilen bir narsani sözlevatgan yerim yok. Devardı, muşun devardı Allah Teala. Demek ki bu yer neymi diye vakitte peygamber hiçbir zaman öz xahişi veren bir narsani öz din namıda sözlemegenligi Allah Teala'nın vehiyisini insanlarga Allah Teala vehiyini insanlarga yetkizgenligi dedim ibaret muşunun özünü bayan kılıvardı. Yani ahirisinde inni ekhafu in eseytu rabbi azabe yevmin azim. Eğer men asilik kısam yani bu Allah'ınki Allah düşünmegen näsini, Allah vehiy qılmagan näsinin özünü menmiş Allah'ın vehiysi dep insanlar diş, bu nimqalık dese Allah'a asilik qılganlık. Eğer aşındaq asilik qılgan bolsam, kıyamet günü bolduğan azaptın qoqma. Eğer asilik qılsam, men bu azap boludu bana, men bunu qoqma dep muşun devadıdır. Endi bizniki insanlarımız diyor diye vaqtda bizning mollalar hiçbir zaman Allah'tan qoqmaydı. Eğer Allah'tan korksa, Allah'ın azabını korksa, bu insanlık qanday qilish kerak dese, Allah ve Allah'ın dini ve Allah'ın elçileri ve Allah'ın elçileri ergeçken sahabeler hakkında to'qilma rivoyatlarning o'ziga ergeçmesligi ve bu din deb o'zi uningga itoat qilmasligi ve uni qabul qilmasligi lozim. Yani shuni qabul qilganlikning o'zi nima degan vaqtda Allohga osiy bo'lganlik bo'ladi degan gap. Bu osiy bo'lgan insonlar demek ki Allah'dan ve Allah'ın azabını korkmayan insanlar diyen gibi. Korkmay ağırlığı Arap bir şeyhi bina çıkarıp diken. Bana Kur'an ve Kur'an misli kitap verildi depçi. Aşkına korkmay deydi ama. Bu diyeni şu Muhammed Aleyhisselam asi olduğunu yapamaz mı? O derecede şu. Hem de bu yerde üstüne Allah ve Kur'an ve Muhammed Aleyhisselam üçünün özüne hulaslığa vaxtida nurgun insanlar bizim devadıdı. Yani bu adamlar Allah ile peygamberin arasını arif etti. Allah ile özü dinin arasını, kitabının arasını arif etti devadıdı da. Bu yerde arif qaraydıgan yer var. Arif qaraydıgan yer neymi degan vaxtida? Allah, bütün kainatı yaratkan zat. Peygamber bir insan, o elçi bir insan, Allah Teala onun vehiy düşürgen, o vehiyini yetkiziş vazifesi verilgen bir kişi. Yani bunu bunda düşünüşümüz lazım. Hiçbir zaman o peygamber, o elçinin özü onçu başka yani bir yol payda kılan bir yeri yok. Yani özü sünnet-i Resulullah diyen özü neyse dünyada Kur'an-ı Kerim'de mevcut demez. Bunun. Bu neyme diye vaxtda sünnet-i Resulullah Sünnet-i Resulullah Kur'an-ı Kerim zaten yok sünnetullah. Yani Allah Teala düşürgen Kur'an kösetken yol sünnet dep atılıdı. Peygamber o Kur'an'ı yetkizgen hem şu Kur'an kösetken yoldaki mangan bir kişi. Yani bu yerdeki özü neyse bu. Yani bu yerde hiçbir zaman biz başka insanlara okşaş Xudo bilan o'zi
payg'ambarni arib, u Xudoning dini mavu, payg'ambarning dini men mayat mavu deb ikki tal din paydo qilish bu Qur'oni Karimda aslo mavjud emas. Shuning uchun bu yerda Allohning payg'ambariga nisbat berilgan yolg'on rivoyatlarni din qilib olish va din deb uni e'tirof qilish tamoman o'zi bu Allohga sherik keltirganlik, unda insonlarniki hech bir zaman dunyo va oxiratda nijot topolmaydiganligini Alloh taolo Qur'oni Karim deyapti. Ya'ni zaten biz dunyoda shu yolg'onlarga ishinib nijot topolmaganligimiz hozir aniq bo'ldi. Bundan keyin bu shu yo'lda davom qilaversak, biz abadiy nijot topolmaymiz. Shuning uchun biz bu yerda bunu biz yaxshi tushunib olishimiz lozim. Ya'ni nijot topamiz desak, to'g'ri yo'lda menishimiz lozim. To'g'ri yo'l bizni nijotga qapiradi. Alloh taolo u yerda bizga to'g'ri yo'l nima deydi desa, Qur'on ko'rsatgan yo'l u to'g'ri yo'l deb bizga buni bayon qilyapti. Shuning uchun qarindoshlar buni texmbek yaxshi muloyiza qilishni, yaxshi tafakkur qilishni umid qilamiz. Bir savol so'ray. Meni hozir bular nima deydi desalar, mana tangaga Turkiyadagi tanga. Va bir yuzida Atatürkning resmi bor. Yeni bir yuzida 1 TL degancha 1 degan surat bor. Nima xat bor. Bundan biz 1 TL ekanligini bilalaymiz-chi. Ama bular nima deydi desa, bular deydiki bu Qur'on bir tarafı, ma hadis o tanganing yeni bir tarafı. Şunun bilan bu İslam bo'ladi deydi. Yakın mesela bir tarafı Allah, bir tarafı Muhammed Aleyhisselam. Bu ikisini ayrı bitemeyimiz deydi. Bu gap to'g'rimi? Bu gap to'g'rimi? Allah bay degan o'xshash bütün koinot yaratgan zot va Qur'oni Karimni tushirgan zot va Muhammed Aleyhisselam payg'ambarlik vazifasini bergan zot buning eti Qur'oni Karimda Allah deb atildi. Peygamber çöldüse o peygamber biz hoş bir insan Kur'an-ı Kerim'deki ayet asasen onunla Allah Teala tarafından vazife verilgen bir kişi o hiçbir zaman özü onca başka yeni bir dinini peyda kılış, tokup çıkış nemesi yok, vazifesi yok, onçılık iktidar mı yok yani. Muhammed Aleyhisselam okumagan bir adam yani aşı adamların tili boyunca etken vaxtıda okumagan adamdaki bonçılık özü bir çonkur managa ega olgan bir kitaplarının özüne paydo qilishi, yezib chiqishi bu aslo mumkin emas. Uning uchun biz bu yer nima degan vaqtda Muhammad alayhissalomniki sifatigami, zotigami to'g'ri kelmaydi, ham Alloh taolo bergan vazifasiga ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bu bo'xton chaplashni o'rniga Qur'oni Karimni yaxshi o'qishimiz lozim. Ya'ni men shu jamiga borsam meni huzursiz qilgan bir narsa bor. U nima desa, mihrobning yanida mataraf Allohni yozdi, ataraf Muhammadni yozdi, ikki yil taraf o'xshash turdi. Buning o'zimi bir to'g'ri narsa emas. Yozsang Allohning ismini yozib qo'y. Uni ostiga Muhammad alayhissalomniki ismini yozsang ma'quldi. Bu biroz mantiqli. Lekin ikkisini o'xshash qilganing nima desa, u yerda bu ahli sunna va jamoaniki deydigan gapi nima degan vaqtda din degan nima desa kitobulloh va sunnat rasululloh deydi. Shu hikoya kitobining o'zini hamda o nima deydi-da, din deydi-da. Uning uchun bu ikkisini o'zini o'xshash chiqirdi. Bu yerda shirik bu. Ikkisini o'xshash o'rinda qo'yishning o'zi shirik. Ya'ni. Shuning uchun bunday narsalarga diqqat qilishimiz lozim. Allohning kitobi birlik, onun o'xshash boshqa bir kitob berilmagan. Yo'q. 6 kitob, 9 kitob. Unday narsa berilgan bo'lsa, Alloh taolo Qur'oni Karimda albatta degan bo'ladi, biz uningga berdik. O keyin bir chiqdi o'tirga, uning iymon keltirmasang bo'lmaydi deb deydi. Demakki bu yerda Muhammad alayhissalom o to'plangan rivoyatni ko'ydirib o'tamiz deylik, ular biz pa'ahraqnaha bin-nar degan ibora va shu rivoyatda. Biz uni o'tqa sep ko'ydirib o'tdik deb o'tqa rivoyatda Imom Ahmadniki rivoyat kitobida misol. Bu Peygamber Aleyhisselam zamanısında kitaptan Qur'oni Karimdan boshqa yozilgan narsani Peygamber Aleyhisselam ko'ydirib o'tishga buyurgan ekan, sahobalar shuni bir yerga davlab ko'ydirib o'tgan. Peygamber Aleyhisselam vafot bo'lgandan keyin Abu Bakrning zamonasida bir qatim o narsalar ancha-muncha yozilib qolgan vaqtda Abu Bakrning zamonasida ko'ydirgan, o zamonda 500 atrofida shunday bir narsa bir rivoyat yig'ilganligini so'zlandi. Keyin Hazrat Umarning zamonasida hech qanday rivoyat yozish, rivoyat o'zi
to'qish ishlarini amaldan qoldirib, rivoyatchilarga qattiq o'zi nima qilib qattiq tadbir qo'llangan, jazo qo'llangan, hatto surgun qilgan Abu Hurayra degan odamning o'zini. Agar ikkinchi sen rivoyat to'qiydigan bo'lsang, shu beshingni yeryaptimi deb kaltahni ko'rsatgan, shunday bir nimalar bor. Demak, bu yerdagi narsa nima desa, shu sahobalarniki, payg'ambar alayhissalomning atrofidagi sahobalar hech birisi rivoyat yozishga yo'l qo'ymagan, payg'ambar alayhissalom yo'l qo'ymagan. Bu haqda shu rivoyatchilar biladi. La taktubu anni shay'an ghayral Qur'an faman katabaha falyamhu. Man kaziba alayya mutaammidan falyatabawwa maqadahu minan nar degan shu rivoyatni. Yana o'z Qur'ondan boshqa narsani hech qanday yozmanglar degan rivoyat endi. Kimki yozgan bo'lsa, uning o'zini yo'q qilsin degan gap endi. Shu buyruqni bergandan keyin u insonlar biz uni yezib ekanmiz deb payg'ambar alayhisalom qilishga kelgandan keyin payg'ambar alayhisalom buni ko'ydirib atang deb ko'ydirgizayotganligi shunday rivoyatlar bor. Demak, bu nimani bildirdi desa, payg'ambar alayhisalom zamonida Qur'ondan boshqa hech qanday bir narsa yozib qoldirilmagan. Abu Bakr, Umar, hatto Osman, Ali'dan tortib o'shan zamonida hech qanday bir rivoyat yozib qoldirilmagan. Hattoki Muaviyning zamonida, hatto Umayya sulolasi 91 yil hukm surgan, 91 yil ichida hech qanday bir rivoyat yozib qoldirilmagan. Keyin Abbosiya sulolasi o'tirib chiqqandan keyin u zamonda uningdan keyin o'zi u rivoyatlarni yozish dolqini ko'tarilgan. Yani 870-yillari vafot bo'lganki, u nima Imom Buxoriy, demakki shu tarixni surishti qilsak, bu Abbosiya sulolasiniki 100-yillarga to'g'ri keldi, misol. Shuning uchun bu yerda nima degan vaqtda bir odam bir gapni qilib qo'ygandan keyin 250-300 yil keyin o'sha odam mush gapni cho'qim qilgan deyish eng oddiy bir aqlga sig'amdi, misol. Atiganda dadimiz degan gapni kashog'anda unutib qolamiz. Yoki 2 soat burun degan gapni aynan deb baxtisi deyolmaymiz. O payg'ambar 250-300 yil burun bir gapni qilib ekanmish degan gapning o'zini qanday uni aynan bir odam degil oldi. Unda Qur'onning o'zimi rivoyat yo'li bilan kelgan deydi. Rivoyat yo'li bilan kelsa, Qur'oni Karimning qaysi bir surasini rivoyat qilgan raviy bor misol. Mushu so'zlayotgan odamlar shunga javob berib baqsin. O'sha eng cho'ng mollalar shu ulamolar birligining mollalari hozir so'zlayotganlar. Aşılar cevap verip baksın, Kur'an-ı Kerim'de bir tal ayetini rivayet kılan to'g'ri Kur'an-ı Kerim'de bir ravinin eti var mı? Bunu da ma'lum bo'ldi ki, Peygamber Aleyhisselam'a düşken haman etrafında katiplar yazgan, eğer etrafında katip olmasa Peygamber Aleyhisselam özü yazışını bildiğin adam. Onu Peygamber Aleyhisselam özü yazgan. Bundan neyse var. Şunun için bu yerde biz Kur'an-ı Kerim'de hiç kadar gumanlandığı bir yeri yok. Yani yig'ib aytsak, bizniki diniy olimlarimiz haqiqiy olim bo'lish kerak, hikoya o'qigan, hikoya cho'chakchi bo'lmaslik kerak, madda bo'lmaslik kerak yani. Emdeliki Kur'an'ın sırtından vahiy var dep, texninki Kur'an'a bo'lgan mutlak yani vahiy, şu Allah'ın kitabı, şu degan ikkinchilar tug'an vaqtida Kur'an'ın sırtından vahiy var degandagi haq gumonlandi. Elbette. Peygamber Aleyhisselam, Muhammed Aleyhisselam şu vahiyni hamısını yetkizmepti ekan. Sırtımı qağalları var ekan toq. Onu Buxoriy radhiyallohu anhumiz şunun bilan onu tamamlapti ekan. Umi yetmey Müslim chiqibdi ekan, Tirmiziy chiqibdi ekan. Bu Davud bular chiqibdi ekan deb oxirichi yedigizmash biyak apirdigan gapda oxirichi. Nima deganligini uqolmaydigan darajaga apiradigan ekanda. Shu o'tgandan bir qatim deb o'tdik-ku. Shu bu dinni bilib o'qib bilib bo'lish u necha 30-40 yil ketmaydi. Agar o'zi uni usul bo'yicha o'rgatgan odam bo'lsa, shu arabcha bilgan odamga 3 yil ichida eng yuqori bo'lsa, bo'lmasa 2 yilning ichida tamoman hammani o'rgatib bo'ldi. Uni bir boshqa chiqarmaslikning sababi nima degan vaqtda chiqarmaydigan qilib etgan uning o'zini. 5 yo'q, oyog'i yo'q qilib etgan. Unda bo'lgandan keyin qayerdan tutib, qayerdan boshqa chiqarganini bilmaydi. O'sha 30-40 yil yurgan odamlar, diniy ilmning oqisi yurgan odamlar eng oxirida boshqa chiqarmaydi. Bir narsa ustida bir javob ber desa, birsiga bir yerda vojib deyotgan, bir yerda mustahab deyotgan, bir yerda farz deyotgan, bir yerda odat deyotgan, bir yerda o'zi
sünnet deyotgan aşının o'xshash o'zi nurg'ulg'an narsa bo'lganda ekan, bu yerda o'zi Hmm. xos javob berishni bilmaydi. Undan keyin o'zi Kitap o'zini qarab kallasi qayib ketgan ekan, hamma odamni kallasini qaydirgan gap ayndaq. Shuning uchun bu yerda kallamizni qaydurmaydigan bir tala javob bilan qanoat qilib javobning o'zini bera oladigan kitob qilib eslashimiz lozim. Bundan boshqa narsaniki bizga zaten keragi yo'q. Kitap qarab bakay deydi şu. Böyle cevap vermeye kalsa kitap qarab bakay deydi. Bu qaraydigan kitabi Allah'ın kitabından başka kitapdan hemisi qaraydı. Shu. Acayip derecede. Bu da hem tamam. Allah razı olsun. Ben şundan şundan bir yakın geldim hem de. Allah Subhanahu Teala Muhammed Aleyhisselam'la Nebi Resul el çıkıp tayinlep Kur'an-ı Kerim'le ibaret bir kitaptı bəydi. Muhammed Aleyhisselam Nebilerle tügençisi olap o ketdi. Da mı? Ölüp kettirmiş. Bir yerde kıp kalgan hatta Muhammed Aleyhisselam'ın bu surakı tatılgan onunki ergeç küçüleri ben Müslüman deydigan şu. Şulanımı surakı tatılgan mıyda bir kitap size geldi mi? Mıyda bir elçi den üretken toq dep surak kılgan kitap fakat Allah'ın birden bir kitabı olan Kur'an-ı Kerim. İken bunu dinkin insan merkezlik emas. Kitap yani Allah'ın prensipleri boğan Kur'an vehi merkezlik yaşaydık emez. Bu hakla Avrupa başka yerdeki nimişe taraf gittikleri dese perkmiş. Abi kişi adam günü merkez kılıp duruyorlar o adam. Ama gariplikler ama yapılar nebini ölçem kılıyorlar dese adamın emez prensipini ölçem kılıp prensip esinip çıkmıyorlar. Meyli o başka prensip olsun. Şuna bu cihette bizim farkımız varken bununla qattiq dikkat qilishimiz kerakkan. Biz Ama şu avi deganga o'xshash bir odam so'zlagan bo'lsa, masalan biz so'zlayapmiz hozirgi vaqtda biz bu nurg'ulg'an kam bir o'zi to'liq bir narsa so'zlayolmayotgan bo'lishimiz mumkin, bir nurg'u yer kamchilik bo'lishi mumkin yoki ba'zi yer xatolik bo'lishi mumkin deymiz. Mushuning o'zida izlanib, ya'ni bizdan o'zi yaxshi mushuning o'zini tushuntirgan ya bo'lsa, uni tushunib texnik mukammal o'zi o'rgansang texnik yaxshi bo'ladi. Chunki bir odamni ustoz qilib olib, andaki ustozniki o'ngdisimi, ta'tirdisimi hamma gapining o'zi to'g'ri, mundaq o'zi his qilinish yoki undaq e'tirof qilinish bu xato bir narsa bo'ldi. Shuning uchun kimniki gapi to'g'ri bo'lsa, to'g'rining o'zini yana o'zimiznikiga, o'zimizning ko'nglida bir narsa bor, ashuni to'g'ri kes, to'g'ri deb e'tirof qilish emas. Bu ilmga, mantiqqa, amaliyotga uyg'un holatda mundaq bo'lsa, o narsa hep Qur'on-i Kerimdagi oyatiga uyg'un bo'lsa, u vaqtda o narsani to'g'ri ekanligini e'tirof qilishimiz, bundaq narsani o'rganishimiz nihoyat muhim. Qanday ustozni o'rgansak, bo'laverdi. Shuning uchun halqi boy deganga o'xshash bizniki ba'zi bir xatoligimiz yoki kamchiligimiz bo'lgan bo'lsa, buni shu bizniki shu neminiki videoning ostiga chiroyliqcha odamdek uning o'zini yezib qoldirib qo'ysanglar, kamiyalari o'z to'liqlaymiz, xatosi o'z tuzitimiz degandek, ya'ni. Xo'sh, bu yerda to'xtamdik endi. Şuna qıldı hazır bir saat, 2,5 saat bulay depdi. Ahmet efendimninki başka gap sözleri olsa alaylı. Bayatınyaga bir qancha savol qochirdik. Ustoz bir shikatim takrorladi. Hem şu an'anaviy tushunchadagi dinchi birodarlarimizmi davomli shuni ta'kidlayotgan narsasi Peygamber Aleyhisselam özününki nefsi bilen sözlemaganligi uchun onun so'zlaganlari Allah tarafdan kelgan bo'ladi deganni asos qilib turib, Qur'onda asosi bo'lmasimi, Qur'onda yozilmagan bo'lsimi, manbasini boshqa yerdan tepib kelgan so'zlarni, Peygamber Aleyhisselam nisbat berilgan so'zlarni Allah tarafdan payg'ambarga alohida berilgan degan tushunchada muomala qilib turadi. Shuni shu ong tushunib turadi. Mushuning hamda nima bilan biz bir qanoat javob beradigan javobimiz biz hozir qadar Qur'on manbalik bo'lsin degan Qur'on manbalik dinning manbasi Qur'on bo'ladi, Allohning kitobi bo'ladi degan so'zga unamagan avolosida nima bilan qanoat qila olishimiz mumkin yana?
Kur'an'ı öğrense kanaat kılaydı, cevap tapması başka şey yok. Ya mesela şu Kur'an'ı Allah'ın kitabını Allah'ın dininin menbesidir degan fikir ideologiya ustida qurildi go hozir masalan shu bizning Allah'ın dini degan bunda bo'lish kerak degan tushunchalar mangduq. Şu birodarlar an'anadagi tushunchaliklar ya Kur'an yetmaydi, hadis mi bo'ladi degan narsa kallasi kirvilishida o Peygamber Aleyhisselam so'zlagan chog'da o'zining nafsi bilan so'zlamaydigan zot bo'lganligi uchun uning so'zlaganlari Qur'onda bo'lmagan bo'lsa-mu, bu boshqa bir yo'l bilan kelgan degan qanoat bilan uning vahiy nomida bu yerdagi narsa nima degan vaqtda payg'ambar so'zlagan, ya'ni payg'ambarning og'zidan chiqqan vahiyning hammasi Qur'oni Karimdan iborat. Boshqa sirt qilib qolgani yo'q yoki qo'shilib qolgani yo'q. Yani bütün 23 yıl jarayonida Peygamber Aleyhisselam tushgan vahiy faqat Qur'ondan iborat. Uningdan boshqa o sirt qilib qolgani bor yoki qo'shib olgani bor desa, o odam o'zi xatolashgan bo'ldi. O iftira, ya'ni Allah'ın diniga ve peygamberge iftira, yani yalg'onni to'qigan bo'ldi. Tuhmat yapılgan bo'ldi. Shuning uchun bu yerga narsa nima desa, Qur'onning sirtida hech qanday vahiy yo'q. Yani o yer vahiy bor deyishi rivoyatni vahiyga aylantirib din qilmoqchi qilish uchun qilgan narsa. Agar u vahiy bo'lsa, payg'ambar nima uchun u vahiyni o'zini yozmadaydi? Agar u vahiy bo'lsa, payg'ambar nima uchun yozmadaydi o'zini? La taktubu anni shay'an g'ayral Qur'on deb nima qiladi? Yani bu yerda agar shunday bo'lgan taqdirda Qur'ondan boshqami vahiy bor degan bo'ladi vaqtida. Qur'ondan boshqa yana vahiy bor. Uni o'z keyingi vaqtda o'tirib chiqdi, uningga ishonmasanglar kafir bo'lib ketsa degan bo'ladi. Ya'ni o'zi payg'ambar alayhissalom payg'ambar alayhissalom kelgan mush Qur'onning o'zida mushundan boshqa narsaga ishonish orqali inson musulmon bo'lolmaydiganligi, to'g'ri yo'l topqili bo'lmaydiganligi. Buningga bir narsani qo'shib olgan, qo'lini yezib, mush Allohning dargohidan degan odamning holiniki nihoyat eg'ir bo'ldiganligi haqida Qur'oni Karimda uningga ogohlantirish berganda, bu nimani bildirsa, din nomida qo'lingga yezib olib, o'z payg'ambarga chaplab yoki sahobaga chaplab yozgan narsa bu din bo'lolmaydi, asla o'z vahiy bo'lolmaydi u narsa. Vahiy emas. Vahiy faqatla shu nimani shu Qur'onni tugagan vaqtda al-yawma akmaltu lakum dinakum degan oyatni tugaydi-ku. Men bugun tamoman mukammal qildim, to'liq oyatni o'zi tamomladim degan va atmamtu alaykum ne'mati degan o'zi tamomladim men ne'matim degan gap. Degan nima degan bo'lsa, Qur'onni men tamomladim, bundan boshqa Qur'on yo'q, ya'ni din nima qilay? Vahiy yo'q degan gap hamda. Vahiy to'xtadi degan gap. Payg'ambar alayhisalom shu oyat tushgandan keyin 5-6 oy atrofida yashagan degan shunaqa gaplar bor. 5-6 oy yashagan vaqtida payg'ambar alayhisalomniki faqat rasullik vazifasi qilib qolgan. Nabiylik vazifasi oyat to'xtagandan keyin nabiylik vazifasi tugadi degan gap. Shuning uchun bu odamlar devatimiz-ku. U Allohga iftira yolg'on gapni bo'xton chaplashni qo'rqmagan insonlar bizga qarshi bo'xton chaplayapti hozir. Shu bo'xton bo'lishda gumonga tayinish, taxmin, gumonga tayinish asosan funksiyasi shuda, dalil yo'q, gumon taxmin qiladi-da. Aşınınğa adetlengenlik üçün real dünyadan başkalarga tonpişişte aşkıl uslupka iştikçilik degenimde. Bizim ilgili şundak edik. Şu hazırkı bizim ayıplardan dostlarga okşaş edik. Allah'ın rahmetiyle hakikaten taptık dep hazırkı yolda ketiyatımız. Dostlarıma tavsiye kıldığımız aşı. Mujunun okşaş çilengüç. Aqlni bağlaydigan fikirni bunda mangisi bir yerga kelib charchab ketib bo'ldilar deb qo'yib ketadigan shaklda emas, samimiyat bilan changroq o'tirib, oxirgi chiqadigan bir shaklda tafakkur qilgan vaqtida hozirgidek bunday ziddiyatlik uchqashtirib kelayotgan nimalarni yeshalar ekan. To'g'ri. Uning uchun biroz shu himmat, mustaqil iroda, tirishchilik qatorliqlar lozim. Ben başka savollarni juda etdim çünkü o'tib ketdi. Yana takrorlasak uzrab ketadi. Yana oldimizda nurg'un fursatlar bo'ladi albatta. Bugun shu Alloh, Qur'on va Rasul haqidagi tushunchalarni bir qator xulosalagan bo'ldik. Alloh rozi bo'lsin. Mening so'zim tugadi.
Kalan 2 minut. O keler qatımqı nemini men mayda Yaxşı bir Qur'oni tema Karim'de tapılapla buldu. Qur'oni Karim'de peygamberning sunnati degan bir narsa bo'lmaganligi uchun buni peygamberning sunnati deb biz e'lon qilib chiqarmaymiz. Chunki u Qur'onda yo'q bu. Biz Qur'oni Karim'de uswatun hasana degan ibora bor. Uning uchun peygamberlar qanday ulgu bo'ldi bizga. Buni ulgu bo'lish tarbiy qasi. Bu sohada to'xtalamiz. Men mana hozir yezmaslik evatib qo'yma. Shu e'lon qilib mushtaq chiqarsak bo'ldi. Okey. Mustahada hozir bizning oldimizda insonlar tushunadigan odam bo'lsa tushundirsin. Bizmi anglab, undan o'rganadigan narsamiz bo'lsa o'rganimizmi uni bilmaymiz yana. Biz bilan jedellashmay, Qur'on bilan jedellashsin u odamda. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin. Mayli Allah olsa Allah razı olsun hemmenlardan. Kur'an bilen ciddileşsinin gapini tatip edip lamine suistimal kılmasın. Ama Allah'dan korkmasa hakikaten iş koldan kilidi. Allah'ın özgü amanet. İnşallah kilerli saatlik derste biz Peygamber Aleyhisselam'dan yani elçidin, Resulullah'dan kandak ülge alıdığalığımız doğruluk yeni bir Kur'an'dan nazar programımızda yeni bir köznekli açımız. Biz şu dersi kütümüz kanalda vas qarindaşlar. Şu dersi görüşeyle Allah'ın özgü amanet olanlar tayarlıqlarını yaxşı qılınlar. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.